Raqamlarda yanglishmadimmi? 403 ming. Amerikadasiz. Insonni aynan o'zini shakllanishiga ko'proq fokus qaratishadi. Biz o'sha bu levelda emas, ancha saviyasi yuqori. Nimalar ham o'shaning uchun ayolsiz necha deb so'rab o'tirganim yo'q. 4 yilda $1 million dan ko'proq summa. O'sha bola haqida tasavvurga ega bo'lish uchun. Inqiroz juda ham yuqori darajada. Ikkalasida ham g'oya bir xilmidi? Insonlarda aynan statusi baland bo'lgan, yo bo'lmasa boy oiladan kelyapti degan Inshosida signalni beradi. hattoki Garvardga kirish ham bundan osonroq. Assalomu alaykum, bizani kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizda bizani mehmonimiz Ozodbek Eshboboyev. Ozodbek, kelganingiz uchun rahmat kattakon. Xush kelibsiz. Rahmat sizlarga taklif qilganingiz uchun. Borish shukur, rahmat yo'q demaganingiz uchun. Ozodbek do'stimiz, biz havas qiladigan, yoshlarimiz havas qiladigan hozirgi kunda sodda qilib aytganda, hattoki men o'qigan statistikalar bo'yicha hattoki Garvardga kirish ham bundan osonroq, adashmasam. Amherst kollejiga kirish. Shu kollejga bu yil qabul qilindingiz, to'liq grant bilan 400 mingdan oshiq, adashmasam. Raqamlarda yanglishmadimmi? 403 ming. 403 ming grant bilan kirdingiz. Bir oy bo'pti javob chiqqaniga. Hozir qaryaptim. Ron 20 aha. Bir oy bo'ldi. 21-si chiqqanda adashmasam. 21-sidan. 21-martda chiqqanda. Mana fikrga siz qo'shilasizmi? Ya'niki men bir joyda o'qidim, to'g'rirog'i aniqlashtirib aytadigan bo'lsam, Valeriyani kanalida o'qidim. Hattoki Garvardga kirish osonroq Amherstga kirgandan ko'ra, chunki Amherstda qabul qilish kriteriyalar juda ham kompleks, shuning uchun u qanaqa qabul qiladi, qanaqa select qiladi, juda ham murakkab degan o'zini fikrlarini berdi. Shu informatsiyalarga qo'shilasizmi? Imini Amherst bo'yicha. Hop, birinchi navbatda gaplashadigan bo'lsak, o'zi Amerikadagi universitetlarni biz ikki xil turga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu o'sha an'anaviy universitetlar hisoblanadi. Misol uchun Garvardga o'xshagan, Yale'ga o'xshagan o'sha Ivy League universitetlari, boshqa keyin misol uchun mana bu University of South Florida bor, Arizona bor. Bular an'anaviy o'sha universitetlar. Keyin Amerikada yana ikkinchi turdagi universitet bu aynan ular nomi Liberal Arts College hisoblanadi. Liberal Arts College'lar bular an'anaviy universitetlarga qaraganda ular insonni aynan o'zini shakllanishiga ko'proq fokus qaratishadi. Misol uchun an'anaviy universitetda siz biznes yo bo'lmasa shunga o'xshagan bir aniq sohalarni o'qisangiz, misol uchun mana ko'proq sizni qaysidir skilllarni, qaysidir mahoratlarni rivojlantiradigan, shunga o'xshagan mahoratlarni rivojlantiradigan siz qanaqadir bir akademik sohada o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga an'anaviy universitetda to'g'riroq keladi. Lekin Liberal Arts College'da bu aynan Amherstga o'xshagan, ularda ko'proq misol uchun insonni umumiy shakllanishiga, uni tanqidiy fikrlashiga ko'proq fokus beriladi va Liberal Arts College'da odatda ancha kichkina bo'ladi ularning sig'imi. Misol uchun bitta klassda Amerikadagi Garvardda 1,5 mingta odam yo 2 mingta odam kirsa bitta klass uchun, Amherstda bo'lsa misol uchun bir yilda bitta klassda 500 ta 600 ta odam kirish mumkin. Ya'ni bu yoqda ancha ular kam odam olganligi uchun u yoqdagi qaysidir ma'noda raqobat ham ancha kuchli bo'ladi. Chunki o'ylab ko'rsangiz, misol uchun mana bitta klassda 500 ta odam bor deylik. Va shu 500 ta odamni odatda 15% yo bo'lmasa shunga o'xshagan foizi xalqaro studentlar hisoblanadi. Va xalqaro studentlar hisoblangandan keyin ular ham yaqinda o'qigan statistikamda bu 80 ta davlat aynan Amherstda o'qigan. Misol uchun 80 davlatdan keyin endi buni hisoblasangiz, bu hamma davlatga bittadan, ba'zilariga ikkitadan to'g'ri kelib qolishi mumkin, ya'ni xalqaro studentga. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, aynan Amherstga kelish rostdan ham qiyin. Bu aynan kvotalarning hisobiga va qaysidir ma'noda bu aynan financial aid ham hisobga olsak bo'ladi. Chunki mana ko'rsiz, bitta o'quvchi uchun mana bitta man uchun $403 ming ajratishyapti va buni ikkita o'quvchi bo'lsa, uchta o'quvchi bo'lsa, уже bu 4 yilda $1 million dan ko'proq summa va bu kichkina raqamlar emas, kichkina investment emas va shuni hisobga oladigan bo'lsak ham to'g'ri, Amherstga o'xshagan, Williamsga o'xshagan kollejga kirish qiyin va yana bir narsasi, u kollejda aynan sizdan nima kutayotganligini bilish juda qiyin. Misol uchun bir xil payti bo'ladi, o'quvchi kirib qolgan, misol uchun men ham kirdim, lekin aniq sababini bilmayman hali. Nimaga men kirdim? Chunki men o'zimni sinfdoshim mana Husan, uni akademik jihatdan mendan kuchliroq, u misol uchun tabiatdan o'zi menga qaraganda ancha ko'p ma'noda disiplinasi menikidek qarab kuchliroq unda. U nimadir qilmoqchi bo'lsa, mendan kam vaqt ketkazishi mumkin, lekin mendan yaxshiroq qilishi mumkin. Qaysidir ma'noda u
bo'ladiki, bir xil bo'ladi. Tabiatdan o'zi qaysidir ma'noda gifted deyiladi. Mana talantli bo'ladi. Mana akademik jihatdan ham o'rganishi, olishi tez bo'ladi. O'shunaqa jihatdan misol Husan mendan yaxshiroq. Lekin men o'qishga kirdim, lekin Husanga waitlist berish, ya'ni kutish. Ya'ni bu degani Husanni ham ular ko'rib turibdi, yaxshi potensiali bor kandidatda, lekin Husanga ham nimadir yetishmaganki, Husanni olishmadi, meni olishdi. Va mana shunaqa paytida savol tug'iladi, misol uchun nimaga men o'qishga kirdim, nimaga Husan o'qishga kirmadi? Chunki Husanni misol uchun akademik jihatdan yutuqlari ham, SAT'si ham menikidan balandlaydi, u aynan bizning klassda valediktorian bo'lgan, speech bergan va qaysi ma'noda akademik jihatdan uni ancha u mendan oldiroqda-da. Lekin o'ylab qarasak, nima aynan meni unga ko'ra afzalroq deb o'ylaganning asosiy sababi deb o'ylayman, bu qaysidir ma'noda fit bo'lishi mumkin. Ya'ni fit degan narsa bor-da. Siz admissions officerlar misol uchun sizni applicationingizni, hujjatlaringizni ko'rib chiqqandan keyin o'ylaydiki, mana bu o'quvchi qaysidir ma'noda bizani aynan o'sha o'zimizni kollejimizga, universitetimizga biz xohlayotgandek o'quvchi bo'ladi. Biz xohlayotgandek, misol uchun uni qadriyatlari bizaniki bilan to'g'ri kelyapti, uni missiyasi, u misol uchun bizani o'sha shakllantirayotgan klassimizda qaysidir ma'noda o'ziga bir o'zi bilan bir manfaat olib keladigan o'quvchi deb hisoblaydi-da. Shunaqangi narsa bor. Amerikada misol uchun bitta ular klass yaratayotganda, mana class of 29, 29-yilda bitiradigan o'quvchilarni klass yaratayotganda, ular nima qiladiki, ular har xil misol uchun har xil davlatdan kelayotgan, har xil qiziqishlari bo'lgan, har xil akademik qiziqishlarga ega bo'lgan o'quvchilarni bir joyga jamlashtiradiki, u yoqda aynan o'quvchi diverse emas, balki aynan o'sha sinfni o'zi diverse bo'ladi. Va aynan o'sha paytda, o'sha klassda aynan admissions officerlar nimani kutayotganligi bu yildan yilga o'zgarib boradi. Misol uchun aynan ular klass qurayotganda ular ham o'ziga yarasha kategoriyalari bo'ladi, kriteriyalar bo'ladi. Aynan o'sha yildagi aynan o'sha nima ular kutayotganligini bilib bo'lmaydi. Va agar sizga o'sha payt to'g'ri kelib qolsa, sizni ular olishlari mumkin va bu narsa har doim vaziyatga qarab o'zgaradi. Misol uchun bir xil payt bo'lishi mumkin, bitta professorga qaysi ma'noda siyosatshunoslik bo'yicha bitta o'quvchi kerak-da, u o'sha professorga juda katta ish qotdi. Misol uchun O'rta Osiyoda ish qotdi. Mana hukumatlarni qanchalik shaffofligi bo'yicha aynan sun'iy intellektdan foydalangan holda, masalan, aytaylik, mana bitta loyiha qotdi. Mana u odamga hozir mana ham AI ni, computer science biladigan, ham siyosatni biladigan va aynan research deydi, ya'ni tadqiqot qilish bo'yicha tajribasi odam kerak mana. Bundoq qaraydi, mana bitta O'zbekistonga bitta shunaqa yaxshi kandidat topshirib qo'ysa, qaysidir ma'noda admissions officerlar o'sha bolani olish mumkin, chunki u bolaga aynan talab bor, ya'ni demand bor. Va bu narsa kriteriyalar har xil o'zgarib turadi va buni hammasi ingliz tilida aytganda unpredictable, ya'ni kutilmagan bo'ladi. Buni oldindan qaysidir ma'noda bashorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni buni aniq bir road map yo'q, ya'ni mash narsalarni qilsang kirasan. Chunki men o'zim ham birinchi yil topshirganman, 20 ta o'qishdan 20 ta satkaz bo'lgan. Bitta kirgan joyim bu Drexel bo'lgan, unga ham $50,000 qoldirib berishgan. Ya'ni $50,000 to'lasang, bizda o'qisang, u $50,000, lekin to'g'riligiga hisoblasangiz bu $200,000. O'zbekiston sharoitida u $200,000 qarzdan topa olmaysiz. Hech kim qarz ham bermaydi sizga $50,000. Lekin men ikkinchi marta topshirdim, mana 20 ta o'qishga emas, bu adashmasam 19 ta, 18 ta topshirdim, lekin 17 ta satkaz berdi. Ya'ni 17 ta emas, mana bunaqa deya 14 ta satkaz berdim. 3 tasi waitlist berdi, ya'ni kutib turadi, ya'ni kutib turgan emas. Biz seni yana hujjatlaring qachon tekshiramiz deydi va bittasi qabul qilindi degan javobni berdi. Yani ko'rsangiz, bu hammasi admissions o'zi juda anoda, nima deydi, kutilmagan bo'ladi. Aninga o'xshaydi, gamblingga o'xshaydi. Misol uchun siz bir yil misol gap yer olishingiz mumkin, lekin siz aynan o'qishga kirasizmi, kirmaysizmi, qaysi o'qish oladi, qaysi o'qishga siz to'g'ri kelasiz, mos kelasiz, bu narsalarni topish, ularni qaysi ma'noda oldindan ko'rib bilish o'ta qiyin. Va qaysi ma'noda men Valeriyaning gapiga ham qo'shilaman, aynan shunga o'xshagan liberal arts college'larga o'zi kirish juda qiyin. Chunki universitet topshirayotganingizda ham ikki xili bor-da. Birinchisi bu ular need blind hisoblanadi, ya'ni ular sizni qancha pul berishingizga qaramasdan turib sizni hech qanaqa moliyaviy holatingizga qaramaydi. Misol uchun siz Harvardga o'xshagan universitet bor, Yale bor, keyin mana Amherst College bor. Bular siz nechta pul berasiz? Misol uchun mana siz kambag'al oiladan kelasiz, o'rta aholi oiladan kelasiz, boy oiladan kelasiz, nechta pul to'la olasiz? 2000, 3000, 4000 ularga qaramaydi. Misol bitta odam kelyapti, men o'zim $4,000 yozganman va o'shandan $2,200 qoplab berishgan. Shunda o'zlari $1,800 bular work and study qilib yopib olishgan va shunda menda net costda 0 bo'lgan. Mana shunaqa qilib yopib berishgan. Men misol uchun o'sha paytda agar 0 deb yozganimda edi, o'shanda ham ovurishadi. Chunki ular meni moliyaviy holatimni hisobga olmaydi.
Lekin ba'zi boshqa kollejlar bor. Misol uchun Colby kollej bor. Colby kollejda misol Sherbiy bizda Sherbiy aka o'qiydi. U CIC'da 23-klassda o'qigan, men 24-klassda o'qiganman. Ular Colbyda o'qiydi. Misol Colbyga o'xshagan universitetlar, kollejlar ular adashmasam Colby bu Middleware School hisoblanadi. Middleware School degani bu aynan sizning moliyaviy holatingizni hisobga oladi. Aynan siz necha pul oilangiz aynan 1 yil o'qishingizga beradi. U 10 ming bo'lishi mumkin, 15 ming bo'lishi mumkin, 5 ming bo'lishi mumkin. Va shu narsalar hisobga olinadi. Va shuni ham hisobga olgan holda albatta liberal arts college'ga kirish juda ham qiyin va qaysi ma'noda juda jumboqli. Tushunarli. Juda ham detalli tushuntirib berdingiz. Rahmat kattakon. Qimmatli ma'lumotlar. Qarang, mana shu yerda sразу shu yerga to'xtaldik, keyin boshqa masalalarni ham ochamiz. Maqsadimda ya'niki from the zero, ya'niki noldan boshlab tez kelish rejada bor edi. Admission ichiga to'xtalganimizda mana shu admission bo'yicha savollarga to'xtala qoling, ya'niki bitta anaqa paragraf qilib yopamiz shunda blokka mana shu qismini. Qarang, o'tgan yili topshirdingiz va gap year oldingiz. Mani birinchi savolim, essay yoziladi, bilasiz. Ikkalasida ham g'oya bir xilmidi? Ya'niki to'liq o'zgarib ketdingizmi yoki upgrade qildingizmi? G'oyani, ya'niki statement argumentlaringiz bo'ladi, stories bo'ladi. Misol uchun. Buni men bunaqa tushuntirib beraman, qarang. Bitta kitob o'qiyotgandim, lekin hozir orada ozgina uzilish bo'lib qoldi. Kitobning nomi Why Nations Fail degan kitobda. Why Nations Fail bu o'zbek tilida tarjima qilsak bo'ladi. Nega ba'zi davlatlar boy va ba'zi davlatlar kambag'al, nega ba'zi davlatlar tanazzulga uchraydi, ba'zi davlatlar iqtisodiy jihatdan rivojlanadi. Ana mana shu haqida, aynan nimaga ba'zi davlatlarda iqtisodiy jihatdan ular ancha gullab yashnayapti, ba'zi davlatlarda bo'lsa inqiroz juda ham yuqori darajada. Mana shu kitob, mana siz bitta davlatdan kelaman. Masalan, O'zbekistonni hisobga olishingiz mumkin. Siz O'zbekistonda nimaga misol uchun hozirgi misol uchun iqtisodiy o'sish nimaga aynan tez bo'layotganligini yo sekin bo'layotganligini, nimaga misol uchun monopoliya bo'layotganligini yo bo'lmasa nimaga biz kerakli darajada o'smayotganligimizni bilmasligingiz mumkin. Sizda bu ma'lumot haqida, bu aynan faktlar haqida, bu soha haqida yetarlicha bilim bo'lmasligi mumkin. Lekin shu kitobni o'qiganingizdan keyin u 500 betlik kitobda adashmasam, 500 betlik kitobni o'qidingiz, u yoqdagi turli xil siz davlatlarni solishtirilganligini, har xil ma'lumotlarni, faktlarni ko'rasiz va sekin aynan o'sha soha bo'yicha sizning fikringiz yanada rivojlanadi. Siz o'sha narsani yana yaxshiroq tushunish boshlaysiz. Yanada siz ertaga misol uchun o'sha argumentlarni berayotganingizda yo bo'lmasa o'sha narsani misol qilib keltirayotganingizda sizda aniq bir fikr bo'ladi. Ya'ni gap olganda xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni siz ko'proq kitob o'qiysiz, ko'proq tajriba orttirasiz, ko'proq odamlar bilan gaplashasiz, ko'proq ma'lumot almashasiz, ko'proq artikellar o'qiysiz va buni hammasi sizni aynan fikrlashingizni, aynan ma'lum bir sohadagi bilimlaringizni yanada rivojlantirib, yanada bu bunaqa bo'lar ekan, bu bunaqa emas ekan, men bunaqa deb o'ylagandim, aslida bunaqa bo'lib chiqdi degan, ya'ni siz oldin o'zingizga miyangizga qo'yilgan qaysi ma'noda o'rnatilgan fikrlardan tashqariga chiqasiz. Va gap yer shu narsa yaxshiki, ya'ni siz oldin umumiy olishingiz kerak bo'lgan bilimlar 1% dan olgan bo'lsangiz, bu misol uchun 10%, 15% darajaga chiqadi. Ya'ni gap yerda siz yanada ko'proq informatsiya bilan kontakt bo'ladi va bu albatta o'sishga olib keladi. Hop, men o'zimda birinchi yilga qarasam, qanaqa bo'lganki, birinchi yilda men o'zimni qiziqishlarim haqida yozganman insholarni. Ya'ni birinchi yil topshirganimda men misol uchun men bu falsafaga yoki men iqtisodga qiziqaman yoki siyosatga qiziqaman deganman. Bu narsa meni yaxshi ko'radigan narsa. Misol uchun stoitsizm degan narsa bor. Ya'ni bu falsafani bir turi hisoblanadi va insonlarga yordam berish menga yoqadi deganman. Lekin tabiiyki, bundan o'ylab qarasangiz, admissions officerligi bu qiziqmas. Chunki hamma odam yordam bergisi keladi, hamma odam o'zining qiziqishlari bo'ladi. Siz shunchaki men o'zim nimadir yaxshi ko'raman deb hech qachon shunaqa raqobatli bir qaysi ma'noda o'quvchilarni, kandidatlar orasida ajralib tura olmaysiz. Siz o'zingiz ajralib turadigan joyingiz bor. Men gap year olib topshirganda qanaqa bo'ldi? Men qiziqishlarim shundan iborat va men shu qiziqishlardan foydalanib, men shunaqa jamiyatga foyda keltirmoqchiman. Men shunaqa o'zgarish kiritmoqchiman. Bu shunchaki meni qiziqishim emas, balki bu kelajakda men qilmoqchi bo'lgan ishim. Ya'ni sizni qiziqishingiz mana birinchi topshirgan bola men debatni yaxshi ko'raman deb yozishi mumkin. Yo'qsa men public speaking, ya'ni omma oldida gapirishni yaxshi ko'raman deyish mumkin. Gap yerdagi bolalarga yozish mumkin. Men oddiy kichkina misol beraman. Aynan o'sha debatdagi men
debatdagi va omma oldida gaplashgan turli xil tajribalarimga foydalanib, men kerak juda katta siyosatchi bo'lmoqchiman yoki juda katta siyosatchi bo'lib turib, aynan davlatda bo'layotgan turli xil o'zgarishlarga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Misol uchun, men kambag'allikni qisqartirmoqchiman, yo bo'lmasa men aynan adolatsizlikni, korrupsiyani kamaytirmoqchiman deydi va o'shani aynan o'zini shaxsiy tajribasiga ulaydi. Va o'sha orqali qaysi ma'noda gap yeardagi o'quvchi aynan mana shu ma'lumot haqida, mana shu aynan soha haqida, o'zi o'qimoqchi bo'lgan sohada ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Mana aytganimdek, boya birinchi marta topshirayotgan bola o'zini sohasiga katta ehtimol bilan chuqur akademik jihatdan kirmagan bo'ladi. U aynan ijtimoiy jihatdan yo bo'lmasa har xil mashg'ulotlar qilib qiziqishi mumkin. Mana misol uchun, mana bitta bola huquqshunos bo'lmoqchi bo'lsa, aynan huquqshunoslik sohasini o'qimoqchi bo'lsa, u debat qiladi, omma oldida gaplashadi, MULlarga qatnashadi, TEDxlarda qatnashadi. Hammasi bu qaysi ma'noda huquqshunos kerak bo'ladigan mahoratlar, skilllar hisoblanadi. Gaperdagi bola nima qiladi? Shunchaki u bu mashg'ulotlarni qiladi va uniga qo'shib, o'sha men aytganimdek, aynan iqtisodga, siyosatga va o'zini sohalariga kerakli bo'lgan kitob o'qiydi va shu ma'noda u birinchi topshiradigan bolaga qaraganda ancha o'zini qiziqishlarini va nimaga kollej unga kerakligini ko'rsatib bera oladi. Misol uchun, men siz yoshingiz mumkin, men iqtisodga qiziqaman deyishingiz mumkin, men debat qilishni yaxshi ko'raman deyishingiz mumkin. Kollejdagi admission topshiriladi, so what deydi, ya'ni hop nima qilibdi shunga deydi, hop nima qilibdi. Lekin siz aytishingiz mumkin, men debatga qiziqaman va bu orqali men turli xil adolatsizliklarga, men korrupsiyaga qarshi kurashmoqchi va men aynan shunga kurashish uchun men kollejni tajribasi, kollejda oladigan bilimlarim kerak bo'ladi desa, bu qaysi ma'noda boyagi birinchi o'quvchiga qaraganda ancha plausible reason deydi, ancha nima deydi, ishonarliroq, ancha ajralib turadigan bir sabab bera oladi va shu sababdan ham gap year ancha odamlar rivojlantiradi, ham aqliy, ham ijtimoiy jihatdan, ham networking deydi, ya'ni qancha ko'p odamni bilishingiz, tanishlar orttirishi jihatdan. Rahmat kattakon. Inshoga to'xtaldik. Insho bo'yicha menda bitta savol bor. Hamma masalan maktabda bilasiz, bolalarning insholarini o'qiymiz va boshlang'ичda sizga ko'rsatguncha, misol uchun menga ko'rsatishadi. O'qiganimda xuddi siz aytgan muammo bor. Meni savolim, qanaqa qilib erishsa bo'ladi? Bitta practical misol uchun guidelar bersak bo'ladimi bolalarga inshosida? Sodda qilib aytganda, o'zini identitysi, o'zini ovozini inshoda ko'rsatib berish, o'zini xarakterini ochib berish uchun qanaqa yondashish kerak? Tipslarni bersak, ya'niki o'sha bola haqida tasavvurga ega bo'lish uchun. Hop, birinchi navbatda men o'ylaymanki, bitta kitob bor edi, yaxshi writing kitob bor, aynan personal statementda, ya'ni aynan admissionsdagi o'zingiz haqingizda yozishingiz kerak. Personal statement bu, o'zi bilmaganlar uchun tushuntirib o'taman. Personal statement bu aynan o'zingiz haqingizda, o'zingiz tajribalaringiz, hayot kechirmalaringiz va o'rgangan darslaringiz haqida yozadigan 650 talik insho va u aynan siz haqingizda bo'ladi va siz o'sha orqali kimligingizni, sizni ijtimoiy kelib chiqishingizni, qanaqa insonligingizni ko'rsatib beradigan bir essay desak ham bo'ladi. Va birinchi navbatda nima degan bo'lardim? Bitta yaxshi kitob bor, 35 betli kitob, aynan personal statement haqida. O'sha kitob tashlab berishim mumkin. So'rasa keyin bu kitobda birinchi aytadigan narsasi nima? San deydi, oldin senga nima yozish haqida o'rgatilgan bo'lsa, bular hammasini unut deydi. Ya'ni san mana bizda shunaqangi narsa borki, qolipga, ma'lum bir formatga, ma'lum bir qoidalarga biz bo'ysunamiz. Mana aytadiki, u kitobda u narsalarni unutdi. San oldingi miyangga quyilgan hamma narsani shuni chiqarib yubordi. San tasavvur qilganda otdi, bitta oddiy qog'oz qo'lingda bor, qalam bor, miyang bo'sh. Yozishing kerak. Bo'ldi, yoz. Mana birinchi narsa shu. Birinchi narsa nima deyish kerak? Birinchi navbatda inson oldin quyilgan har xil, misol uchun yozish haqida qoidalar bo'ladi-ku, birinchi men o'zimga ta'sir qilgan narsa bu, shunaqa ko'p debat bo'ladi. Bir xil aytadiki, writing descriptive bo'lish kerak deydi. Ya'ni ma'lum bir holatni ichigacha olib yozishing kerak deydi. Mana daraxtlar shabadada qo'zg'alyapti, keyin barglar sekin tushyapti, bu yoqda kuz va qanaqadir bir holatni 5 sekundlik, 10 sekundlik holatni bir 50 ta so'zda qamrab beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bor, bu ko'proq yozib ketaverasiz, Mana bunaqa bo'ladi, lekin qanaqadir bir holatni chekirmaysiz. Mana menga ko'p savol bo'lardi, qaysi birini yozishim kerak? Keyin tushunib yetdimki, ikkalasini yozmaslik kerak. U ikkalasini ham agar buni ham yozishim kerak deb o'ylasangiz, siz o'zingizga birdaniga o'zingizga blok qo'yish boshlaysiz. Ya'ni
Sizda birdaniga o'zi hali yoshingizdan oldin siz o'zingizga ancha to'siqlar qo'yib tashlayapsiz va bu qaysidir ma'noda writingda erkinlik bor. Ya'ni writing o'zi bu yozish, bu kreativ ish bu. Aynan siz o'zi kreativ ishda o'zingizga to'siqlar qo'yish boshlasangiz, qaysidir ma'noda o'zi barcha fikrlar ham qisqarib torayib boradi. Shu birinchi narsa bu oldingi fikrlar hammasini unutib olish kerak va ikkinchi narsa writing yozayotganda ko'p insonlar men oldin so'rardim, o'zim 10-sinf paytimda kattalardan so'raganimda aytishardiki, "San inshoning iloji boricha voqliroq yozish boshlagan" deyishadi. Mana hozir mana aprel, bolalar o'zi mana avgustda Common App ochiladi, noyabrgacha topshirib bo'lish kerak, early decision 1 ga, yanvargacha aytishadiki, "Sani deydi o'sha paytgacha o'zi mana sentyabrlargacha, avgustgacha personal statement tayyor bo'lish kerak" deydi. Men bu fikrga lekin qo'shilmagan bo'lardim. Nimaga desa, qaysi ma'noda biz insonmiz, baribir o'sha aynan fikrlarimiz o'zgaradi, aynan ko'proq kitob o'qiymiz, ko'proq ma'lumot olamiz va bizani qaysidir ma'noda fikrlashimizda, dunyoqarashimizda o'zgarishlar bo'ladi. Keyin qancha misol uchun ishni siz cho'zib boravergan sari, shuncha siz qanaqadir u ish sizga yoqimsiz, zerikarli, qanaqadir bir sizga anu bermaydi, ya'ni zavq bermaydi-da. Men uni o'rniga nima qilgan bo'lardim? Aynan o'quvchilar hozirdan writing qilishni, aynan inshosini yozish boshlamasin-da, uni o'rniga hozirdan aynan reflectionsga fokus qilasiz. Reflections bo'lgani nima desa bo'ladi? Kechinmalarni tarjima qilsa bo'ladi, kechinmalar. Ya'ni siz mana 17 yosh, mana 17 yoshli bola bor, 18 yoshli bola bor. Mana 18 yoshinggacha nimalarni o'rganding? Qanaqa hayotiy darslar oldingmi? O'zingdan misol uchun nimalarni oldin yosh bola paytingda, 5 yosh paytingda, 10 yosh paytingda, 15 yosh paytingda qanaqa tajribalar bo'ldi? Mana men o'zim yozgan reflectionlarim qanaqa bo'lgan? Har xil holat bo'lishi mumkin. Bir xil holat bo'lardi. Men aytardimki, mana men huquqshunos bo'lmoqchiman derdim. Men advokat bo'lmoqchiman, men siyosatchi bo'lmoqchiman derdimda. Ya'ni bu hammasi huquqshunos kimga keladi? Ya'ni bo'ylari baland, kostyum shum kiyib olgan, qaysi ma'noda diplomat odam. Lekin men qanaqa yurardim? Men faqat hoodie kiyib yurardim. Yo bo'lmasa men qanaqadir bir casual clothes deydi, ya'ni ko'cha kiyimlarini kiyib yurardim. O'rtog'im masalan uchun mana shu narsani aytgan. Nimaga san degan, huquqshunos bo'lmoqchisan deganda, lekin nimaga sen bunaqa kiyimni kiyib yuribsan deyapti. Ya'ni casual clothes kiyasan deyapti. Ya'ni bu bir-biriga qaysi tomon to'g'ri kelmaydi. Misol uchun siz siyosatshunosni qaysi ma'noda hoodie kiyib o'tirganini tasavvur qila olmaysizda. Mana UNda yo bo'lmasa parlamentda. Bu qaysi ma'noda mana kichkina bir holati, lekin buni o'ylab qarasangiz, bu kichkina holatdek ko'rinishi mumkin, lekin men bunga nima qilganman? Refleks qilganman. Nega menda shunaqa? Men realni nimaga huquqshunos bo'lmoqchiman, lekin nimaga men kiymoqchi bo'lgan kiyimlarim faqat casual. Keyin o'ylab qarasam, odatda yosh bola paytimda faqat uydagilarim bilan borardim. Qaysi ma'noda moliyaviy qiyinchiliklar bo'lardi va shu sababdan uydagilarim so'chiga nima kiyim olib bersa, o'shalarni olib kiyib yurardimda. Qaysi ma'noda klassik kiyinishga yo bo'lmasa kostyum shum kiyishga ko'p e'tibor bermagan ekanman. Bu qaysi ma'noda qanaqadir moliyaviy qanaqa moliyaviy oiladan kelganligim ham qaysi ma'noda bunga ta'sir qilganda. Bunga men chuqurroq kirganman, ya'ni nimalar bo'lganiga. Yana boshqa shunga o'xshagan reflectionslar bo'lgan. Misol uchun men o'zim yosh bola paytimda uydagilarim uyaladigan narsa emas, odamlar o'zlari aniq qilishardi, bozorda tarvuz sotishardi. Tarvuz sotishgan paytda men o'zim ham aynan ularga borib yordam berardim-da. U Yunusobodda bor, Yunusobod bozorida, Yunusobod bozorida sotardi va o'shandagi aynan qanaqa his qilganman o'zimni, qanaqa qilib o'sha yozda issiqda o'sha o'ralgan anun ichida mana kamaz orqasi ochib qo'yilgan bo'ladi. Kamazni masalan issiq bo'ladi, u issiqdan keladigan, keyin mana bu chang chiqadi. Shularning hammasigacha men reflections yozardim. Bu qanaqa bo'ldi o'zimda, qanaqa kechinmalar oldim, nimalarni tushunib yetdim. O'sha paytda tushunib yetgan narsa nima bo'lganki, aynan inson o'qisa, yaxshi harakat qilsa, aynan aqliy nima deydi, salohiyatidan ko'proq foydalansa, nima deydi, jismoniy salohiyatiga qaraganda ko'proq narsalarga erishish mumkin, yaxshiroq misol uchun joylarda ishlash mumkin degan. Mana shunga o'xshagan kichkina reflectionsni o'zimga lesson olganman-da. Mana shunga o'xshagan narsalarni men yozib ketaverganman. Oxirida borganimda men to'g'risini aytaman, 2 hafta oldin ham topshirishimga 2 hafta ya'ni 1 hafta oldin ham essayim tayyor emas edi. Nimaga desangiz, lekin men bunaqacha siqilmagan edim, chunki men o'z 20 mingta so'zli reflectionsim bor edi va ulardan men 20 mingtalikdan keyin 650 talik insho o'zimga yasaganman. Bu qanaqa bo'ladi? Eng oson usuli birinchi navbatda ChatGPT kiriladi. ChatGPT kirasiz va yozasiz. Mana deysiz, men o'zingiz aytasiz, men 17 yoshli bolaman, men O'zbekistondanman, men aynan o'qishlik topshiraman va menga o'zim haqimda, bolaligim haqida va turli xil kechirgan kechinmalarim, oilam haqida, tajribalarim haqida
akademik, ijtimoiy jihatdan menga savollar bering, men ko'proq o'zim haqimda o'rganing. Ya'ni admission shunaqangi narsaki, bu sizni ko'proq o'zingiz haqingizda yanada ko'proq o'ylashingizga, o'zingiz yanada kashf qilishingizga yordam beradi. Chunki men o'zim yozgan juda ko'p reflectionlarim hammasi bolalikka ortaqlar. Ya'ni bu xotiralardan iborat-ku. Bu xotiralar qaysi ma'noda bu o'ynat aniqladi, qo'zg'aydi. Va mana shunaqa qilib 45 ta, 40 ta savol bor edi o'sha ChatGPTdan olingan. Ularga men har bittasiga reflections yozib chiqarganman. Va umumiy oxirida olib qarasam, bu 20 mingta so'z bo'lgan ekan. 20 mingta so'zdan keyin bu ancha oson bo'lgan. Chunki 20 mingta so'z orqali men o'zim kimligimni sekin-sekin bila boshlaganman. Ko'p insonlar nima qiladi? 650 ta so'zni yozib ketaveradi, yozib ketadi. 1,5 mingta so'z bo'ladi va qarangki, sizning umumiy hayotingiz faqat 1,5 mingta so'zdan iboratmi? Bu unaqa emas. Ya'ni siz hayotingiz yanada ko'proq yoritilishi mumkin. Siz yana hayotingiz haqida ko'proq yozishingiz mumkin. Siz tajribalaringiz faqat 1,5 ta so'zga tiqilib qolmasligi kerak. Siz shunaqangi ko'p yozishingiz kerakki, yanada ko'proq o'zingiz haqida kashf qilib olishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Qancha ko'p yozsangiz, shuncha ko'p o'rganasiz. Yana bu shunchaki o'rganish emas, balki siz qancha yozish, writing bilan shug'ullangan ishlaringiz, shuncha siz writingingiz, ya'ni yozuvingiz saqqalanib boradi. Yanada yaxshiroq yozishni o'rganasiz. Yanada turli xil strukturalarni o'rganishni boshlaysiz. Turli xil so'zlardan foydalanishni boshlaysiz. Va bu aynan yozish jarayonida qarangki, siz ham yozasiz, ham reflection qilasiz, ham xotiralarga qaraysiz va xuddi o'sha paytda siz akademik qanaqadir ma'noda kitoblarni yo boshqa qanaqadir bir falsafiy yo bo'lmasa o'zingiz sohadagi kitoblarni o'qiyotgan bo'lsangiz, bu uchalasi birlashadi. Ular ham sizni fikrlashingizga, ham sizni xotiralaringizni yanada yaxshiroq yetkazib berishga va qaysi ma'noda yanada o'sha bo'lgan tajribalarni shunchaki tajriba emas, bu tajriba bo'ldi, bu holat bo'ldi, lekin men bundan mana bu narsani o'rgandim degan bir xulosalarni olib kelishga ham tushunib aniqladi. Yana bitta qiziq anavi bo'lgan mana. Yana bitta reflection yozganman, esimga tushib qoldi. U qanaqa bo'lganki, men o'zim MacBook ishlatardim. Bu MacBook o'quvchilarim o'rtoqlarim, sinfdoshlarim ko'rsa nima derdi? Bu boyda, bu mana boy deyishadi. Ya'ni bu yoqda nima bo'ladiki, mana bu iqtisodiy yoki psixologik holatdan qarasangizki, aynan o'sha MacBookni brendi insonlarda aynan statusi baland bo'lgan, yoki boy oiladan kelyapti degan bir qaysi ma'noda signalni beradi. Ya'ni bu siz MacBook ishlatasizmi, demak boy degani. Aslida qanaqa bo'lganki, u MacBook o'zi 2013-yilda chiqqan, 2013-yildan beri ishlaydi va uni men 2023-yilda olganman. 10 yil ishlatib bo'lingandan keyin va u MacBookga ham bitta klaviaturasi yo'q, uni yonlari ozgina singan va uni nomi MacBook, lekin aslida u ancha ular o'ylagan darajadagi holatda emasda. Aynan o'sha MacBookni o'zi meni ijtimoiy holatimni yo oilam moliyaviy holatini qaysidir ma'noda ko'rsatib bermaydi. Ya'ni to'g'ri men MacBook ishlatayotgan bo'lishi mumkin, lekin u MacBook aynan meni boy oiladanligimni isbotlamaydi. Ya'ni men aytganmanki, juda ko'p oxirida bu yozgan reflectiondan nima dars olganmanki, ya'ni insonlar odatda kimnidir statusini, kimnidir obro'sini yo bo'lmasa kimnidir ijtimoiy holatini aynan ular ishlatayotgan turli xil gadjetlarga, turli xil materialistik narsalar bilan taqqoslaydi va baholaydi. Va bu narsa aytganmanki, bu narsa noto'g'ri. Ya'ni insonni aynan o'sha qaysi ma'noda qanaqadir bir buyum ishlatishi uni jamiyatdagi o'rnini belgilab bermaydi degan bir o'zimga xulosa olganman. Va bu o'sha yozgan reflectionlarimdan bittasi edi. Va shunga o'xshagan reflectionlarni yozish, ma'lumman, ancha insonga yordam beradiki, yanada personal statementini ustida ishlashga. Keyin ko'p insonlar aytadiki, men yoza olmayapman deydi. Ya'ni keyin nima qilishadi? Google Docs ochishadi, oppoq qog'oz. Men o'zim misol uchun Google Docs yoza olmayman. Google Docs yozsam qanaqadir perfect yozish kerak, ya'ni mukammal yozishga harakat qilaman va o'xshamaydi. Ya'ni writingda birinchi draftni yozayotganda mukammal bo'lish bu to'g'ri narsa emas deb o'ylayman. Ya'ni to'g'ri iloji boricha yaxshi yozish kerak, lekin baribirga ham o'sha mukammallikka fokus qaratmasdan asosiy kontentga fokus qaratilsa, nima yozilganligi haqida bu ko'proq rol o'ynaydi. Nima qilish mumkin? Google Docs yozish mumkin. Notion degan mana ilova bor. Notionda yozish mumkin. Telegramda o'zida ham saved message bitta kanalcha ochib qo'yib, private kanalcha ochib, shaxsiy kanal ochib qo'yib. Shaxsiy kanalni o'zida ham yozishingiz mumkin. Men o'zim nima qilardim? Yana bitta zo'r usuli bor. Hech o'ylab ko'rganmisizmi? ChatGPTda yozayotgan paytingizda birdaniga savol berasiz. Masalan, mana bunaqa tez yozasiz, enter bitta deb bosasiz. O'ylab o'tirmaysiz. Mana tez yozasiz, bitta savol so'raysiz, javob beradi. Birdaniga savol so'raysiz, javob beradi. Bu qanaqangi bo'ladiki, ChatGPTda yozayotganingizda miyangiz to'xtamaydi. Miyangiz bir yozuvdagi harflarga xatoliklarga qaramaydi, fokus bermaydi. Miyangiz asosan kontentni yetkazib berishga, ChatGPTga savolni to'g'ri yetkazib berishga fokus qaratadi. Va ChatGPTni o'zini ham qarasanglar, o'zini anusi bor. Mana yozadigan joyi bor. Mana ask anything degan joyi bor. O'sha yerda siz yozishingiz mumkin. Mana o'sha yerga men kirib olib turib yozardim. Mana o'sha yerga turib shunday yozardimda, essay tugagandan keyin o'tkazib qo'yardim bu yoqqa.
qanaqa bo'lardi? Men ChatGPTni o'zida yozgan paytimda men writingdagi misol uchun xatoliklar, grammatik xatoliklar, strukturadagi xatoliklarga umuman e'tibor bermasdim. Men nimaga e'tibor berardimki, men nima yetkazib beraman, nima haqida yozyapman, kontent qanaqa bo'lyapti, mazmun qanaqa bo'lyapti, ma'no qanaqa bo'lyapti. Shunga o'xshagan narsalarga ko'proq fokus berardim va ChatGPTdagi aynan o'sha mana любой narsani, xohlagan narsani so'ra degan aynan o'sha nima deydi, qidiruv tizimi menga ancha ko'p yordam berardiki, turli xil yozuvchilarda bo'ladigan bloklarni olib tashlashga. Bu qaysi ma'noda menga o'ylaymanki yordam bergan, aynan 20 mingta so'zli undan ko'proq reflectionlar yozishimga. Demak, xulosa qilsak, Tushunarli refleksiya yozib, bo'ladigan savolingiz juda ham tushunarli bo'ldi. Qisqacha soddalashtirsak, vohlikdan essega o'tirib olib, tayyorgarliklar qolib ketgandan ko'ra, bosib tayyorgarlik qilib, to'liq mag'izga bir shaklga, fruitful situatsiyaga, ya'niki meva beradigan miyaga yetib olib, keyin o'sha hammasini bittada intensivniy qilish kerak. Intensivniy qilganda ham qaysidir ma'noda yaxshi bo'ladi demoqchisizda, endi refleksiyonlarni hisobiga. Intensivness yordam beradimi shunda bir haftadan pressure bilan qilishda? Yo'q, qanaqa tushuntirib beraman, qarang mana. Aha. Ikki xil misol tushuntirib beraman. Birinchisi, bu juda mashhur quote. Aytishadiki, misol uchun sani qo'lingda 8 soat vaqt bo'lsa deyishadi, daraxt chopishing kerak bo'lsa deyishadi. Misol u bolta o'tmaydi deylik, u 8 soat siz chiranishingiz mumkin, bor kuchingizni ketqizishingiz mumkin, lekin o'sha daraxt yarmigacha borishingiz mumkin. Ya'ni o'sha yarmigacha borib, lekin ikkinchi odam nima qilishi mumkin? U 8 soatni birinchi 6 soatini aynan o'sha sayqallaydi, birinchi qo'ldagi asbobini, o'sha boltasini charxlaydi, o'tkir qiladi va sos qiladi. Sos qilgandan keyin uni 2 soatda daraxtni chopib tashlaydi. Va xuddi shunaqa narsa yanada osonroq tushuntirib berish uchun IELTS misolini olsak bo'ladi. Ko'p o'quvchilar nima qiladi? Qayta praktik qiladi. Qayta praktik qiladi. Xuddiki praktik qilsa nimadir chiqib qoladigandek yo qanaqadir yaxshi o'qib qoladigandek. Writingda xuddi shunaqada. Ya'ni personal statement ustida ishlab o'tirishingiz mumkin, lekin bitta joyda siz o'zingizni cheklab qo'yasiz-da. Ya'ni personal statement qanaqa bo'ladi? Bitta mavzu ostida bo'ladi. Siz o'sha bitta mavzu ostida o'zingizni aniq qo'yib qo'yasiz. Cheklab qo'yasiz. Lekin siz reflection yozgan paytingizda sizda turli xil holatlar bo'ladi, turli xil tajribalar bo'ladi, turli xil hayot darslari bo'ladi va siz bilmaysizki qaysi hikoya sizni yanada yaxshiroq, yanada mazmunliroq, yanada o'zingizni aynan eng zo'r formangizda, eng zo'r salohiyatingizda, eng zo'r potensialingizni ko'rsatib berishni bilmaysiz. Va mana shu narsadan aytamanki, reflection yozish qaysi ma'noda birinchi yaxshilab ingliz tilini o'rganib, keyin practice test topshirganga o'xshaydi. Ya'ni yaxshi birinchi fundamentni qurib olsangiz, keyin practice qilganingizda o'shanga yarasha rezultatlar chiqadi. Writingda ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Shunga birdaniga insho yozishga shoshilmasdan birinchi reflectionga fokus qaratish kerak va reflectionga fokus qaratsa, qaysi ma'noda insholar ham ancha mazmunli, ancha aynan orada kitob o'qishamiz, kitob o'qisa ancha bu writingni yanada keyingi etapga chiqadi. Ya'ni siz shunchaki ma'lum bir holatni tushuntirib bermaysiz, ma'lum bir tajribani tushuntirib bermaysiz, balki uni siz akademik jihatdan ulashingiz mumkin, turli xil konsepsiyalarga, turli xil katta fikrlarga ulashingiz mumkin va o'zingiz nima o'rganganingizni yanada yaxshiroq tushuntirib berishingiz mumkin. Shu yerda kitoblar deganingizda deyarli o'zingiz ham juda ko'p ko'rasiz. Men ham ko'raman. Insholarni o'qiyotganimizda kimnidir fikri deb anaqa qovus ichiga olib, qo'shtirnoq ichiga olib yozishadi-da, o'sha fikrni berib ketishadi. Inshoda shu qanchalik effektiv, ya'niki kimnidir fikrini yozib qo'yib, so'zlarni ishlatib tashlab, o'sha fikrga keyin o'shanga o'zini fikrini qo'shib yozish. Bu yaxshimi yo umuman buni qilish kerak emasmi, sizning fikringizcha? Xo'p, men o'zi aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni nima demoqchi edim, ya'ni aynan boshqa kitoblarni o'qish, fikrlar almashish, fikrlar olish, misol uchun o'sha katta iqtisodchilardan, siyosatchilardan uni aytishdan asosiy maqsad bu insonni o'zidagi aynan fikrlashini o'zgartirishda bu. Ya'ni kimdir fikrlashni o'g'irlab olib uni o'zingiz uchun ishlatish emas, balki uni o'qib o'rganib yanada ma'lum bir sohadagi ma'lum bir nima deydi, ma'lum bir sohadagi bir bilimlarni yanada kuchaytirish. Juda ko'p misollar kimdir fikrini oladi, lekin bu personal statementda aynan o'zingiz haqingizda yoziladigan inshoni asosiy mazmunini teskarisini qilgan bo'lasiz. Ya'ni u insho aynan siz haqingizda bo'lishi kerak. Sizning tajribalaringiz haqida, sizning so'zlaringiz, sizning kechirmalaringiz haqida bo'lishi kerak. Nimaga siz haqingizda bo'ladigan inshoda
birovlarni, boshqalarni gapini sitata qilib, boshqalarning gapini yozishingiz kerak. U siz haqingizda nimaga shu gapni o'zingizni kechirmalaringizga bog'lab turib yozmayapsiz va shuni hisobiga kimnidir, qanaqadir bir katta insonni, qanaqadir katta shaxsning gaplarini person statementda yozmaslik kerak deb o'ylayman. Men shaxsan u person statement bu shaxsiy narsa va shaxsiy narsada men o'zim shunaqa xato qilganman va aytishganki bu narsani yozmaslik kerak va qaysi ma'noda bu to'g'ri ham. Chunki birov gapini siz o'zingiz inshoyingiz yozmaysiz deb bu ancha birinchidan nima deydi? Ingenuine deydi. Ya'ni qaysi ma'noda chin dildan tabiiy chiqmaydi. Notabiiy bo'lib qoladi. Qaysi ma'noda uni majburlangan, ya'ni siz o'zingizdan kimnidir yasayotgandek, siz o'zingizdan aqlli insonni, ko'p kitob o'qiydigan insonni ko'rsatmoqchidek bo'lasiz, lekin admissions officerlar albatta juda ko'p hujjatlarni o'qiydi, juda ko'p essaylarni o'qiydi va bunaqa essaylarni o'qiganda albatta ensasi qotadi faqat va sizga bo'lgan qaysi ma'noda fikrlari yomonlashadi va sarbiylashishi mumkin. Da, buni sizni og'zingizdan ham eshitish xohlaganim uchun bu savolni bergan edim. Chunki buni ko'pchilik takrorlayapti, lekin baribir shu xatoni takrorlashyapti. Ayniqsa maktabda shuni to'g'ri deb bilishadi, lekin praktikada mana qabul qilingan insondan eshitishsa bu yana ham effektiv bo'ladi. Shuning uchun bergan edim. Xo'p, asosiy gap year haqida so'ramoqchi bo'lgan yana bitta narsam bor. Nimalar qo'shdingiz gap yearda va o'zi gap yeargacha bitta profilingizni bitta ochib ko'ra olamizmi Ozodbek, mumkin bo'lsa? Ya'niki nimalar bor edi? Honorsda, extracurriculumda nomlari. Ya'niki hamma o'sha bilyapti, extracurriculum hamma bizani kuzatuvchilarimiz o'sha bu levelda emas, ancha saviyasi yuqori. Nimalar ham o'shaning uchun IELTS necha deb so'rab o'tirganim yo'q. Qisqagina statistikalaringiz, GPAlaringiz, extracurriculum, ana non confidential bo'lgan qismlar, ya'niki aytishi lozim deb topganlar. Detalni aytishingiz majbur emassiz. Tushuntira oldimmi savolimni? Birinchi yil topshirgan paytimda, 11-sinfda topshirgan paytimda GPA'm 5 edi. Keyin IELTS'im o'sha paytda 7,5 edi. SAT'm 1500 edi. Ya'ni matematika qismidan 800, ingliz qismidan 700 olgandim. Keyin bu akademik jihatdan shu edi faqat bo'ldi mana shu. Keyin aktivitalarim qanaqa bo'lgan? Xo'p, eslab olsam. Buning ichiga men turli xil klubdan qo'shganman. Birinchi maktabdagi ishlarni qilish, maktabdagi boshqa sevalar. Maktabda aynan o'sha paytda bo'lgandim men. School coordinator bo'lgandim. Keyin meni vitse-prezident qilishgandi va aynan o'sha maktabdagi school unionda aynan o'sha student government deydi. Student government'da o'zimni o'sha student governmentdagi tajribalarimni, student governmentdagi ishim yozganman. Keyingi ishim bu aynan ping-pong bo'lgan. Aynan 10-sinf paytimizda biz ping-pongdan men o'zim chempionat qilganman, xususan o'rtog'im bilan birga. Sherzod degan bola ham bor edi. Ular nima qilganmiz? Oldin siyosiy ikki xil bo'lardi, ya'ni ikki xil branch bo'lardi. Bittasi Ibn Sinoda, bittasi Alisher Navoiyda bo'lardi. Va ularning o'rtasida biz katta qilganmiz. Ping-pong bo'yicha musobaqa qilganmiz. Chunki bizda Ibn Sino filialimizda 4 ta ping-pong o'ynaydigan stol bor edi va 4 ta stol ko'rsangiz, 8 ta odam bir vaqtda o'ynalaydi. Shuni hisobiga juda ko'p odam olib kelganmiz, chempionat qilganmiz va juda ko'p odam qatnashgan. Keyin biz yutganlarga kuboklar berganmiz. Jamshidbek Zetullayev va Jamshidbek ular yaxshi o'ynaydi. Ping-pong o'ynashga ular birinchi o'rinni olib ketishgan. Ular Alisher Navoiydan kelishgan. Bizani siyosiyda eng yaxshi o'ynaydigan bolamiz u ikkinchi o'rinni olib qo'ygan bo'lgan. Ularga biz sertifikatlar berganmiz va mana shu qilgan turli xil mana shunga o'xshagan maktabdagi ishlarim yozganman va undan tashqarida nimalar bo'lganki, yana Hopkin Kamoliddin degan o'rtog'im bilan biz Stoic Haven degan bitta plan o'qiganmiz, proyekt qilganmiz. Bu qanaqa stoitsizm bo'y aytgandek bu bitta filosofiyani, falsafani bir nima deydi, bir qismi hisoblanadi va unda biz boshida ko'rganmizki, faqat o'sha stoitsizmga oid ma'lumotlar, resurslar faqat ingliz tilida bo'lgan. Ingliz tilida bo'lgan, yo'qsa rus tilida bo'lgan va aynan o'sha stoitsizm falsafasiga nima deydi, chuqurlashtirilgan va aynan stoitsizm haqida ko'proq ma'lumot beradigan o'zbek kanali topmaganmiz biz o'z qidirganimizda, ya'ni jamiyat va biz o'sha jamiyatni birinchi o'zimiz quramiz deganmizda, o'sha payt Kamoliddin mana bu yoqda juda yaxshi bo'lgan, kombinatsiya bo'lgan. Mana Kamoliddin aynan platformani yaratishga, chunki u computer science o'qimoqchi edi, ya'ni ITda mana Pythonni yaxshi edi va u veb-sayt qurish boshlagan, veb-saytni o'zi qurish boshlagan, noldan o'tirib
kechasi o'sha kodlarni hamma narsasini yozgan, ammo nima qilganman, men aynan o'sha tarjimonlarni, ya'ni ingliz tilidan o'zbek tiliga to'g'ri tarjimon qila oladigan insonlarni yollab turib, ular bilan ularga turli xil mashg'ulotlar berib, ularni tajribasini ko'rish meni zimmamda bo'lgan. Ya'ni Kamoldan ham bir qismini ko'targan bo'lsa, men ham bir qismini ko'targanman-da, loyihani mana shunaqa qilib ko'tarib, aynan keyin turli xil artikellar chiqarganmiz, turli xil resurslarni aynan nima deydi, veb-saytga qo'yganmiz. Yozib ko'rsangiz bo'ladi, Stoic Haven deb yoziladi. Stoic STOIC HAVEN keyin .uz. O'shani yozib ko'rsanglar chiqadi. O'shanda turli xil biz mana shu loyihani qiziqishdan qilib ko'rganmiz buni. Keyin bu juda katta bo'lib ketib qolgan. Biz bir xil artikellarimiz umumiy qaraganmiz 10 mingta odam ko'rgan ekanda. Ya'ni 10 mingta odam ko'rgan bo'lgan va bu shunchaki bizni nima deydi, qiziqishdan Kamolda menga aytib qo'ygan bo'lgan. Ya'ni mana shu narsani bitta qilib ko'raylikchi degan, kutubxonada, Alisher Navoiy kutubxonasida mana bu bitta qilib ko'raylikchi, qanaqa bo'lar ekan bu degan. Mayli, men ham qiziqqanman-da, qilib ko'rganman. Bu qaysi ma'noda juda katta o'sib ketib qolgan va o'zimiz ham bunaqa bo'lganmiz, hayron qolganmiz. Va o'sha paytda nima bo'lganki, o'sha 11-sinf paytimda men tarjimonlikni yozuvda qilganman. Ya'ni ingliz tilidan o'zbek tiliga yozuvda men tarjimonlik qilganman va bu tarjimonlik qaysi ma'noda men sekin-sekin shakllanish boshlagan va bu aynan gap yerida bo'lgan paytimda juda katta yordam bergan. Buni ham to'xtalib o'tamiz. Keyinroq hozir 11-sinf o'zini gaplashamiz. Keyin 11-sinfda yana boshqa qilgan ma'lumotlarim Engine degan programma bo'lardi. Bu aynan Ukrainadagi o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish bo'lgan. O'sha narsani biz topgan bo'lganmiz va u narsani topgan bo'lganman internetda qidirib. Chunki har xil loyihalarni, boshqa narsalar qidirib yurardim va Engine chiqib qolgan. Engine program bo'lgan, o'sha Engine'ga kirganman va o'shanda 3 oylik loyihasi bo'lgan va bitta Darya degan qizga yana ingliz tilida gaplashishga, u bilan turli xil darslar o'tardik, u bilan masalan ingliz tilini o'rgatardim, u bilan turli xil ingliz tilini har xil aspektlaridan har xil qarab unga o'rgatganman-da ingliz tilini. Mana shu narsani ham yozganman, aynan bir mashg'ulot sifatida yozganman buni. Xo'p, keyin onderlarga o'tadigan bo'lsak, onderlarim lekin unaqa zo'r emas edi. Ya'ni unaqa qaysi ma'noda quvonadigan narsa yo'q edi. Bu ba'zilari aytadigan bo'lsak, ingliz tilidan misol uchun men tuman bosqichida 2-o'rin olgan bo'lganman. O'zi Sergeli tumanida va aynan keyin Sergeli tumanida yana aynan 9-sinf, 10-sinf va 11-sinflar o'rtasida bo'lgan. Public speaking bo'lgan, ya'ni aynan gapirish mahorati bo'yicha musobaqa bo'lgan. O'shanda 9-sinf paytimda 2-o'rin olgan bo'lganman, aynan tumanda va o'sha narsani yozganman. Bundan tashqari aynan maktabda zakovat bo'lgan. Bu zakovatni yozganman va shunga o'xshagan qaysi ma'noda kichkina mashg'ulotlar desa bo'ladi, kichkina honorlar bo'lgan, ularni impakti, ya'ni ularni nima desa bo'ladi? Ta'siri. Ularni ta'siri, ya'ni ularning ta'siri, ularning skopi, hissasi unaqa katta bo'lmagan. Ya'ni bir ko'rganda wow deydigan narsa bo'lmagan ichida. Wow deydigan bir qanaqadir bir hayron qolarli narsa bo'lmagan. Va shu bilan keyin shu paytda topshirganman o'qishlarga qiziqib va baribir ham oxirida отказ bo'lgan, chunki men ko'p narsaga, uni tashqari ham bitta narsa esimdan chiqdi, TEDx ham bo'lgan. TEDxda ham qatnashganman. TEDxda yozganman. TEDxda aynan CIC'ni o'zida bo'lganda men birinchi marta 10-sinf paytimda speaker bo'lib qatnashganman. 11-sinf paytimda keyin uni rivojlantirishga, aynan TEDxni o'tqizishga yordam berganman. O'sha speaker bo'lganim yozganman. Undan tashqari yana IDR degan public speaking contest bor. Ya'ni IDR degan O'zbekistonda bo'ladi. Mana shunda qatnashishinglarni men so'rayman. Bu juda yaxshi bir loyiha. Aynan mentorlar gapirishga qo'rqadigan, ingliz tili yaxshi bo'lmagan insonlarga o'rgatadi va oxirida musobaqa bo'ladi 20 ta o'quvchining o'rtasida va o'shandan birinchi o'rinni oladigan bo'lsa, juda katta onlar bo'ladi. Chunki applicationlar 300 ta odam topshiradi va ikkinchi etapga 30 ta odam o'tadi, finalga 10 ta odam qoladi. Va bu ancha qiziq bo'ladi, ko'rsatmani kamayib boraveradi va o'sha anunda yozganman, tajribamni buni ham qo'shib ketganman aynan applicationimda. Lekin nimaga отказ olganman shuncha narsa qilib, chunki meni qilgan ishlarning hammasi tarqoq bo'lgan, ya'ni hammasi tarqab ketgan bo'lgan. Hammasi fokus har xil joyda bo'lgan, har xil narsa qilganman. Ma'lum bir ularni bog'lab turadigan bir ideya, katta g'oya bo'lmaganda, meni hujjatlarim orasida. Hamma narsani shunchaki mana bare requirement deydi-ku, ya'ni talabni qondirsam bo'ldi. Men masalan 10 ta mashg'ulot qilsam, 5 ta honor qilsam bo'ldi degan fikr bilan qilganman. Ya'ni bu narsani shunchaki ana bo'ladi-ku, uyaysan qilib qo'ysam bo'ldi degan. Ya'ni uyaysan qilib qo'yish emas, balki uni qilish, o'qiyotgan narsasini tushunish,
nimaga qilayotganligini va uni yaxshi qilish emas, shunchaki uni qilib qo'ysam bo'ladi. Nomiga qilsam bo'ladi, ya'ni qildi degan nomi bo'ladi degan bir tushuncha bilan qilganman va bu albatta o'zini so'zini aytmasdan qolmagan. Oxirida martda, aprelda sekin-sekin javoblar chiqishga boshlagandan keyin. Bir yildan keyin Hop, bir yildan keyin men o'ylaymanki, birinchi qilgan ishim bu aynan hop fevral oxirida boshlagan. Ya'ni hali men tushunganmanki, o'zim o'qishlarim hali javobi chiqmadi, lekin ikkita atkazimni olib bo'lganman va o'shanda tushundimki, demak, bo'ldi, bu yog'iga ham juda katta atkaz olishim mumkin, ya'ni ketma-ket atkaz olishim mumkin va buni qaysidir ma'noda to'g'rilash maqsadida va qaysidir ma'noda vaqtni yutqazmaslik uchun o'zi birdaniga harakat qilish boshlaganman. Ya'ni hozir men misol uchun aprelni kutib o'tirishim mumkin edi, aprelgacha javoblar hammasi chiqib bo'lsin, ko'rinchi nima bo'lar ekan deb. Men nima qilganmanki, yo'q deganman. Men hozirdan harakat qilish boshlasam, shuncha 2 oyda nimalarga erishishim mumkin deganman. 2 oyda nimaga erishishim mumkin deganman va Telegramda o'tirgan paytimda Telegramda yana bitta narsani aytaman. Juda ko'p kanallar bor, har xil grantlar haqida, turli xil loyihalar haqida, programmalar haqida, turli xil musobaqalar haqida juda ko'p post chiqarishadi. Shunga o'xshagan agar siz kanallarda hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shu kanallarni kuzatib bormagan bo'lsangiz, demak siz ancha tengqurlaringiz orqadasiz degani deb. Shu tasavvur qiling, ikkita o'quvchi bor. Ikkalasi ham 9 sinfda o'qiydi, ikkalasi ham 1 xil sinfda o'qiydi, ikkalasi 15 yosh. Bittasi o'sha kanallarda o'sha programmalarga topshiradi, ikkinchisi bilmaydi. Umuman fikri yo'q. Ma'lumotga dostуп yo'q. Birinchi o'quvchida hech bo'lmasa o'sha programmalarga kirishga shans bor, ikkinchi o'quvchida umuman shans ham yo'q. Va albatta birinchi o'quvchi 9-sinfda o'zi mana shu narsalarni sekin-sekin qilib borsa, bunda tajriba ortadi va qaysi ma'noda portfoliosi ancha kuchayadi. Va shu maqsadda ham o'sha kanallarga obuna bo'linglar va iloji boricha ko'proq programmalarga topshirib qatnashinglar. Xo'p, nima bo'lgan? Birinchi aynan o'sha fevral oxirida Inson ijtimoiy xizmatlar markazi ochilgan bo'lgan. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bu aynan jamiyatdagi turli xil insonlarga moliyaviy, ijtimoiy, psixologik va huquqiy yordam beradi bu joy. Va bu aynan hukumat tomonidan ochilgan bo'lgan va ularga aynan o'sha paytda volontyor kerak bo'lgan va aynan o'sha yangi markaz ochilganligi uchun u markaz qaysi ma'noda yurg'izishga, u markazda insonlar ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, ularga yordam berishga, ularni turli xil o'sha markazdagi joylarga olib borishga, mana misol uchun mana bu yerda psixologik yordam olishingiz mumkin, bu yerda huquqiy yordam olishingiz mumkin deb ko'rsatish kerak edi. O'sha volontyorlikni qilganman. Bu volontyorlik uncha uzoq muddatli bo'lmagan, lekin o'sha paytda bizda aynan o'sha United Nations, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotidan Qozog'istondan odamlar kelgan bo'lgan, ya'ni delegatlar kelgan bo'lgan va ular bilan suhbatda qurganmiz, ular bilan ingliz tilida gaplashganman, ular bilan o'zim misol tajribalarimni bo'lishganman va o'sha paytda mani ular ingliz tilini yaxshi bilishimni, qaysi ma'noda ozgina tarjimonlik qilganimda o'shanda ko'rishganda mani, ya'ni bu bola ingliz tilini yaxshi bilar ekan deyishgan. Va bu narsa meni keyin Amerikaga tekinga sayohat qilishimga, borishimga, programmada qatnashishimga sababchi bo'lgan. Ya'ni men kichkina qilgan volontyorlik ishim mani Amerikaga 2 haftaga tekinga borib kelishimga sababchi bo'lgan va buni ham keyinroq gapirib beraman. Hozir buni o'zini gapiradigan bo'lsak va bu aynan o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazida bizda turli xil loyihalar bo'lardi kichkina. O'shanda volontyorlik qilardim va bir xil o'quvchilar bo'ladiki, shunga o'xshagan volontyorliklarni o'zim o'rtoqlarim ham bo'lardi. Shunaqa o'xshagan volontyorliklarni mensimaydim. Misol uchun men qaysi ma'noda kibrli bo'ladi, g'ururli bo'ladi, bu volontyorlikni men nimaga qilishim kerakman deydi, yo bo'lmasa bu deydi qanaqadir bo'lmaydigan narsa bu deydi. Lekin shunga o'xshagan volontyorlik ham albatta kichkina tajriba orttirasiz va tajriba qaysi ma'noda ko'payadi va ko'paygandan keyin sizda keyingi etapga chiqish osonroq bo'ladi. Ya'ni siz birdaniga 0 dan 100 bo'lmaydi, 0 1 2 3 4 5 bo'ladi va shunga o'xshagan kichkina volontyorliklarga ham qatnashaverish kerak. Qanaqadir bir mensimasdan yo bo'lmasa o'tkazib olmas. Ya'ni har bitta imkoniyat bormi, imkoniyatdan foydalanish kerak bo'ladi. Va hop, birinchi navbatda o'sha inson ijtimoiy xizmatlar markazidan boshlangan va sekin-sekin javoblar chiqish boshlagan, ya'ni atkazlar olish boshlaganman va o'shanda tushunib yetganmanki, bo'ldi, ya'ni men o'qish topshirishim kerak. Men yana harakat qilishim kerak, chunki men o'sha 8-sinfdan beri o'sha Amerikaga bormoqchiman, o'qimoqchiman degan bir o'sha paytda orzu bo'lardi. O'sha orzuni qaysi ma'noda oxirigacha olib borib qo'ying, endi men shuncha harakat qildim, endi men give up qilsam shuncha ish nima bo'ladi deganman deb bitta yana harakat qilib qo'yganman. Va bu albatta oson bo'lmagan. O'sha paytda aynan uydagilar ham aytishgan, undan ko'ra Westminsterda o'qiy yo bo'lmasa New Uzbekistan bor. New Uzbekistan'da o'sha paytda 100% grant berishgan edi menga. Chunki matematika ham o'sha payt 800 bo'lgan, keyin IELTS ham yetarli edi va o'shanda adashmasam imtihonni ozod qilishgan va 1 yillik 100% grant berishgandi va aytishgan, masalan, men New Uzbekistan'da bor ekan, o'shanda o'qisam bo'lmaydimi deyishgan. Men shunchaki yoqmagan.
bitta harakat qilib ko'ring-chi deganman, bitta harakat qilib ko'ring, nimadir bo'lib qolishi mumkin degan. Agar bo'lmasa degan, mayli sizlar nima desanglar, xo'p deyman. Ko'p aytadi, men qanaqa qilib ota-onamni ko'ndirsam bo'ladi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Bu protsess, siz ota-onangizga ishontirishingiz kerakki, ya'ni sizlar ya'ni qo'lingizda bir isbot borki, sizni gap bera olishingiz bu juda yaxshi qarorlik. Ya'ni siz misol quruq qo'l bilan, quruq gap so'z bilan ota-onani ishontirish qiyin deb. Baribir ham men aytganman, misol uchun, mana IELTS'im bor, mana SAT'im bor, mana GPA'm yaxshi, mana bunaqa mashg'ulotlar qilganman, mana bunaqa onderlarim bor, mana shuncha narsani ko'ringlar, mana ham bitta harakat qilib ko'ring, bu o'xshab qolsa zo'r bo'ladi deganman va ular aytganmanki, mayli deganman, mana shu gap yerda menga sizlar erkinlik beringlar, men bitta harakat qilib ko'ring. Agar gap yer o'xshamasa, mayli men sizlar nima desanglar roziman. Ya'ni xohlagan universitetga borib o'qiyman deganman, agar o'xshamay qolsa. Shunga o'xshagan bu qaysi ma'noda shunaqa aniq qo'ysanglar, o'rtasida sulh qo'ysanglar, ya'ni bitim qo'ysanglar, bu ota-onaga ham to'g'ri keladi, ya'ni sizlarga ham to'g'ri keladi. Ya'ni ota-ona ham mana bo'ldi deydi, mana kirolmasa ham mayli biz aytganimizni qiladi deydi, sizlarga erkinlik beradi. Mana shunga o'xshagan siz yo'llar topishingiz kerak. Ya'ni ota-ona ko'ndirsa bo'ladi, shunchaki siz ko'ndirish bilmayapsiz. Mana shu. Ota-ona ko'ndirsa bo'ladi, shunchaki siz ko'ndira olmayapsiz. O'shanga harakat qilish. Menga ham misol men 2 oy yurganman, qiynalib, oxiri keyin rozi bo'lishgan. Bu narsa ham oson prosesimiz. Keyingi narsa nima bo'lgan? Keyingi narsa bu martda bo'lgan. Martda o'sha paytda yana bu maktabda aytdim-ku, men Student Union'da qatnashardim deb. Student Union'da aynan bizga aloqaga chiqishganki, aynan World Scholars Cup'ni direktori ismi adashmasam Daniel Berdychovskiy degan odam, ular aytishganki, biz aynan sessiyaga kelib, o'zimizni programmamizga, akademik olimpiadamizga sessiyadagi o'quvchilarni taklif qilmoqchimiz va o'sha programma haqida ko'proq ma'lumot bermoqchimiz deyishgan. Bu narsani bizga yetganligi uchun biz bu amalga oshirganmiz, tashkillashtirganmiz va o'sha paytda o'sha direktor kelganda speech bergan, ya'ni nutq so'zlagan, ya'ni o'sha programma haqida va o'sha programmadan keyin biza tushunib yetganmanki, mana shu programmada qatnashsak bo'ladi deb. Keyin sekin o'zimiz komandamiz bilan 1-aprelda qatnashganmiz va biza aynan regional roundda, Toshkentdagi raundda g'olib bo'lganmiz va bizga aynan global roundda keyingi etapga ular yo'llanma berishgan. Va undan keyin sekin-sekin o'zi rivojlanish boshladi. Sekin-sekin tajriba orttirib biz keyin iyunda Bakuga borib keldik. Va Bakuga borganimizda biz u yoqda ham yutdik. U yoqda ham biz global champion bo'ldik, ya'ni global champion bo'lganimizdan keyin ular bizdan aynan so'nggi etapga, ya'ni yilda bo'ladigan etapga, yilda bo'ladigan oxirgi musobaqasiga bizga yo'llanma berishgan. Va o'sha yo'llanma bergandan keyin biz xursand bo'lganmiz, albatta bu juda ham katta honor bo'lgan bizga va bu narsani men albatta applicationga qo'shganman. Ya'ni ko'rsangiz bu yoqda nima bo'ladiki, bu bitta narsani qilasiz va u narsa ikkinchi narsaga ulanib ketaveradi. Misol uchun mana sekin-sekin ulanib ketaveradi va kichkinadan sekin-sekin uni hajmi, uni ta'siri kattalashib boraveradi. Va keyingi qilgan narsa bu nima bo'lgan? Men birinchi navbatda o'zi applicationni qurib olganman. Men nima qilmoqchiman deganman, qaysi sohada ketmoqchiman deganman. Baribirga menga siyosatshunoslik sohasi ancha yaqin edi. Siyosatshunoslik sohasi bu eng yaqinlarda bo'lganini tushunib yetganmanki, men aynan siyosatshunoslikka oid narsa qilishim kerak. Nima bo'lishi mumkin? U debat bo'lishi mumkin, u public speaking bo'lishi mumkin, u aynan jurnalistika bilan shug'ullanish mumkin. Men aynan jurnalistika bilan shug'ullanish uchun o'ylaganman. Men qayerdaman aynan internship qilsam bo'ladi deganman, ya'ni malaka oshirsam bo'ladi deganman. Va o'sha paytda LinkedIn degan platforma bor. Bilmaganlar albatta ishlatsin. LinkedIn platformasida juda ham ko'p ishlar topsa bo'ladi. Juda ko'p network qilsa bo'ladi. Har xil universitetdagi o'quvchilardan hatto ular bilan yozib, ular bilan office hour qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, ularga yozib turib, men o'zim Harvardda o'qiydigan, Colby'da o'qiydigan o'quvchilarga yozganman. Ular menga aytganki, "Davay qilamiz" degan, ya'ni mitinglar qilamiz degan. Shu narsani qilsangiz bo'ladi, tekinga qilsangiz bo'ladi, hech qanaqa pulsiz. Ya'ni ko'p odam o'ylaydi-ku, men qanaqa qilib Harvardda o'qiydigan o'quvchiga aloqaga chiqsam bo'ladi deydi. Qani bilan o'ylaysiz, Google'da yozsangiz chiqmaydi, Telegramda yo'q, ular Telegramda, YouTube'dan bo'lmaydi. LinkedIn bo'lsa bu to'g'ridan-to'g'ri sizni nima deydi, Instagramni bu professional versiyasida, ya'ni Instagramda videolar relisi ko'proq bo'lsa, bu yoqda o'sha networking, odamlar bilan tanishingiz yana yaxshiroq bo'ladi. O'shanda men qidirganman, kunuzga chiqqanman. Kunuzda ular menga qanaqadir 4-5 ta shartlar bergan bo'lgan va ular qaysi bilan to'g'ri kelmagan bo'lgan. Keyin Gazeta.uzga chiqqanman, bo'lmagan. Keyin Daryo.uz bo'lgan. Daryo.uzda aynan bitta jurnalistini ko'rib qolganman va o'sha jurnalistini keyin men ularga birinchi connection tashlaganman, ular meni qabul qilgan va undan keyin ularga yozganman. Mana men ismim Ozod Beshiboyev, men siyosiyda o'qiyman. Mening misol uchun mana shunaqa tajribam borman, men yozishga qiziqaman, men aynan jurnalistikada o'zim tajribalarimni oshirmoqchiman. Agar iloji bo'lsa menga imkon bering, men mana shu Daryoda malaka oshiray deganman. Ular keyin men taklif qilgan, intervyuga taklif qilganman, borganman ularning ofisiga. Keyin ular aytganki, "Bo'ldi degan, siz
sizga yordam beramiz deganda va shu orqali men o'sha 3 oylik qilganman. Malaka oshirishga muvaffaq bo'lganman. Ya'ni odamlar misol uchun o'ylashi mumkin, men qanaqa qilib shunga o'xshagan katta joylarda, katta nashriyotlarda qaysi malaka oshirishim mumkin deydi. Mana shunga o'xshagan kichkina narsalar orqali, LinkedInga o'xshagan platformalar orqali buni amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni bular boshida imkonsiz tuyulishi mumkin. Ular aytishingiz mumkin, ular katta nashriyotga men qanaqa oladi, men tajribam yetarli emas deydi. Lekin bu hammasi baribirga ham nimaga bog'liq? Actionga bog'liq. Ya'ni ingliz tilida zo'r so'z bor, catalyst degan so'z bor. Catalyst degani bu qo'zg'aluvchi, birdan harakat qiluvchi degani. Catalyst ma'no ko'proq bu adashmasam kimyoviy so'z deb, bu kimyoviy moddalar qo'zg'aladi-ku, reaksiyaga kirishadi. Ya'ni reaksiyaga kirishganda nima bo'ladi? Tez rivojlanish bo'ladi, tez qo'zg'alish bo'ladi, action bo'ladi, speed bo'ladi va gapir o'quvchi ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Actionni tez qila olish kerak, speed bo'lish kerak va tez qo'zg'ala olish kerak. Ya'ni qancha ko'p gapirni o'ylab o'tirsiz qila olmayman deb shuncha siz pastga kiraverasiz. Nima qilish kerak? Rejection olishingiz bilsiz ham apply qilish kerak, topshirish kerak, imkoniyat qidirish kerak. Shu orqali siz ko'proq resurslarga ega bo'lasiz, ko'proq o'sha applicationingizni ustida ishlaysiz va qolganlarga qaraganda, qolganlar misol uchun nima bo'ladi? Mana qolganlar schoolda qilishi mumkin. Mana schoolda misol uchun o'zini newspaperni ochish mumkin, lekin siz o'sha katta reputable bitta nashriyotda qilsangiz, ulardan ancha ko'rsatadiki, siz bunday ham qilgansiz. Ya'ni siz просто sakka o'zingiz maktabingizdagi nashriyot bilan cheklanib qolmasdan, aynan o'sha umumiy o'sha national darajadagi, O'zbekiston darajasidagi nashriyotda ham qaysi malaka oshirganingizni ko'rsatasiz. Va shu narsalarni aytmoqchi edim. Keyin hop, Amerikaga to'xtaladigan bo'lsak, juda ko'p insonlar mendan so'radi, Amerikaga qanaqa bordik, Amerika nima bo'ldi deb va keyinchalik nima bo'ldi? Esimda hali ham u 5-sentyabr edi. 5-sentyabrda men Eldor bilan birga, Eldor ham CIC'da o'qiydigan bitta bola, u yaqinda Carnegie Mellon universiteti Qatarga 100% grant bilan qabul qilindi va ikkalamiz bir vaqtda IELTS topshirgandik. Aynan IDP'da IELTS topshirgandik. Keyin IELTS topshirganimizdan keyin ikkalamiz ham chiqdik IELTSdan, emotsiyalar, stress, o'ylayapmiz, nima bo'ldi? Keyin o'sha paytda birdaniga men telefon bo'lib qoldi. Men telefon oldim. Telefonda aytishdiki, o'zlarini tanishtirishdi bitta odam, aytishdiki, Amerikaga sizni olib ketmoqchimiz tekinga deyishdi. Siz tarjima olib bersangiz bo'ladi deyishdi. Buni qaradim, men o'yladim-da, bular hazillashyapti deb o'yladim. Ya'ni bular misol uchun hozir prosta aytadi, keyin orada bir gap bo'ladi, bu zo'r bitta ko'tariladi deb o'yladim. Ya'ni esdan chiqib ketib, shu bilan yovib ketadi dedim-da. O'ylab qo'ydim, lekin ular aytdiki, yo'q deyishdi, keling deyishdi. Keyin men bordim, ular keyin hujjatlari bor ekan, bitta hujjat jo'natib olish kerak ekan. Ular ingliz tilini bilmas ekan-da, men ingliz tilini bilardim. Aytishdiki, o'sha hujjat jo'natib bering deyishdi. Hujjat jo'natib berdim. Keyin men ozgina vaqtdan keyin menga aynan Amerika posolstvosi, Amerika US Embassy'da menga bitta inson yozishdi. Ular meni ma'lumotlarimni olishdi. Sekin-sekin bu narsa qaysi ma'noda haqiqatga aylanib boraverdi. Keyin bizlarni aynan biletlarimizni olib berishdi. Sekin-sekin o'zi vizaga kirdim, viza olib chiqdik va bu narsa o'zi tayyor bo'ldi. Ya'ni biz Amerikaga ketishimiz qoldi. Ko'plar qiziqishi mumkin. Bu aynan nima? Qanaqa programma bu? Qanaqa ketdi bu? Nima bo'lganki, bu aynan programma, bu IVLP programmasi hisoblanadi. Bu aynan International Visitor Leadership Program. Bu aynan turli xil sohada ishlaydigan va jamiyatdagi juda katta ta'sirga ega va jamiyatdagi liderlarni bir joyga yig'adigan va Amerikada almashinuv loyihasi hisoblanadi va aynan Amerikada bo'layotgan turli xil o'zgarishlarni o'rganib, ularni O'zbekistonga qaytarib olib kelish mana. Bizlar aynan borgan paytimizdagi loyihaning asosiy maqsadi nima bo'lganki, aynan nogironligi bo'lgan insonlarning huquqlarini himoya qilish va yanada inklyusiv, yanada o'sha jamiyat qurganda faqatgina nima deydi? Ya'ni shunaqa jamiyat qurish kerak, u jamiyatda hammani nima deydi? Needlari deydi, ya'ni hammani ehtiyojlari qondiriladigan infrastruktura deysizmi, hamma jihatdan u jamiyat inklyusiv bo'lishi kerak bo'ladi va aynan o'sha jamiyatni qurishga biza programmaga borganmiz. Bu programma 2 hafta davom etgan. Biz aynan birinchi marta borganimizda birinchi haftani Washingtonda o'tkazganmiz. Washingtondan keyin Washington DC'da va undan keyin biz ikkinchi haftani Filadelfiyada, Pensilvaniyada o'tkazganmiz. Va u paytda biz turli xil aynan o'sha Amerikani hukumatlariga borganmiz, turli xil o'sha merlarning ofislariga borganmiz va ularda turli xil muzokaralar bo'lgan. Ular bilan gaplashganmiz, ya'ni qanaqa qilib biz ko'proq aynan o'sha ishlab chiqarilayotgan qonunlarni yanada amalda ishlatishimiz mumkin, qanaqa qilib biz aynan o'sha nogironligi bo'lgan insonlar huquqlarini himoya qilib, ularga yanada ko'proq ehtiyojlarni qondirib, ko'proq ularga imtiyoz yaratishimiz mumkin va shunga o'xshagan narsalar bo'yicha men o'zim tarjimonlik qilganman va
oradagi kommunikatsiyani yaxshilashga yordam berganman va o'ylaymanki, bu mana application juda ko'p yordam bergan. Chunki men aytganmanki, men huquqshunos bo'lmoqchiman. Men aynan shu siyosatshunoslik sohasida, mana shu sohada men ishlamoqchiman deganman. Va meni aynan Amerikada borganligim, tarjimon bo'lib borganligim va bu aynan o'sha yordam berganligim o'zi ham juda katta yordam berganda bu. Applicationda qaysi ma'noda bu isbotlab berganki, bu narsani shunchaki men gap uchun emas, meni amaliyotdan qilganligimni ko'rsatib bergan. Va yana bitta zo'r narsasi nima bo'lganki, men bu mashg'ulotni qilib turib, bundan tashqari yana keyin o'sha US Embassy'da, ya'ni Amerika posolstvosidan recommendation letter ham olganman, ya'ni tavsiyanoma va tavsiyanoma olganman va bu tavsiyanoma nima qiladi o'zi? Siz o'sha qilgan ishlaringizni yana boshqacha bir rakursdan ko'rsatib beradi va undan tashqari aynan o'sha qilgan ishlaringizni yanada isbotlab beradi. Ya'ni rostlikasini qilibdi. Chunki admissionsda siz nimadir qildim deb yozishingiz mumkin. Mana oyga chiqdim deb yozishingiz mumkin. Mana oyga chiqdim deb yozishingiz mumkin. Mana admission officer qayerdan biladi buni? Bundan o'ylab qarasa, lekin bu logical narsa, buni chiqmagan bo'lishi mumkin deb o'ylash mumkin. Lekin siz aytishingiz mumkin, men prezident bilan uchrashdim. Prezident misol uchun men bitta qanaqadir bir loyihada katta $1 million loyihani yutdim va o'sha prezident bilan uchrashdim. Mana shu narsa deyishingiz mumkin. Lekin mana shu narsani prosta yozib qo'yishingiz mumkin. Bitta o'quvchi nima qilishi mumkin? O'sha narsani yozib qilib, keyin prezident administratsiyasidan tavsiyanoma ham olishi mumkin. Va bu mana shu tavsiyanomalarni olish siz o'sha qilgan mashg'ulotingizda, bu rostlikasini qilibdi degan bir isbot rolini o'ynaydi va bu juda katta plyus bo'ladi. Va shu mashg'ulotni qilganman va bu qaysi ma'noda yanada menga plyus bo'lgan. Ya'ni aytgandek, tarjimonlar ham bu GPLda juda katta rollarni birini o'ynagan. Men shunchaki bu programma bilan cheklanib qolmaganman. Undan tashqari yana Suhrob degan o'rtog'im bor. O'zim u hozir Angliyada o'qiydi. U o'rtog'im ham aynan Pokiston posolstvosida, Pokiston elchixonasida aytganki, tarjimonligi bitta biznes forum bor degan. O'shanda ham tarjimonlik qilganman. Ya'ni pokistonlik bitta aynan kiber xavfsizlik bo'yicha kompaniya bor edi. Ular aynan O'zbekistondagi O'zbekiston ular aytish bo'yicha kiber xavfsizlik bo'yicha ancha qoloq hali, ancha rivojlanmagan. Ular O'zbekistonda masalan 3 milliondan ortiq qaysi yillar hujumlar bo'lgan, aynan kiber hujumlar bo'lgan va O'zbekistondagi mana shu tizimni yanada rivojlantirish maqsadida, yanada kuchaytirish maqsadida ular o'zlarining loyihalarini olib kirgan bo'lgan va ular turli xil manba IT praktikaga insonlar kelgan, IT praktikaga aynan Toshkent viloyatidagi direktori kelgan va ular o'rtasidagi suhbatlar bo'lgan va yana boshqa o'sha tashrif buyuruvchilar bilan suhbatlar bo'lgan va ular orasidagi suhbatlarni men qaysi ma'noda amalga oshirib berganman va shunaqa tajribani orttirganman. Ya'ni bitta qilgan kichkina tarjimonligim keyin sekin kattalashib boravergan. Va shu orqali hammasini rivojlantirganman va bularni bitta g'oya ostiga shakllantirganman desam bo'ladi. Hammasini birlashtirganman keyin. Shunaqa. Rahmat kattakon. Juda ham detalli bo'ldi. Men juda ham ko'p anaqa o'zim uchun informatsiyalar oldim. Bog'lovchilar, qanaqa bog'lab olish g'oyalarni. Ya'ni gap year farqlarini sizdan so'radim. Asosiy masalalar bo'yicha juda ham ko'p qismlarni yoritib berdingiz. Deyarli o'sha xulosa qilsak ham bo'ladi. Asosiy qismga o'zingizda agar qo'shimchalar bo'lsa, menda bir ikkita savollar qoldi. Bu oxirida, suhbatimiz oxirida o'zingizda, ya'ni umuman holistically, misol uchun yana siz aytishni xohlagan tipslar, guideslar bo'lsa, o'shalarni aytib bersangiz, shu bilan bugungi podkastimizni sekin tamomlasak ham bo'ladi. Birinchi navbatda nima degan bo'lardim? Xo'p, misol uchun o'quvchi bo'lsa, application baribir ham bu turli xil qismlardan iborat. Ya'ni faqatgina sizni ijtimoiy yo'lmasa siz akademik jihatdan qamrab olmaydi. Ya'ni ikkalasini qamrab oladi. Faqatgina sizni bir tarafdan bir o'lchovlar orqali sizni aynan ko'rmaydi. Ular har xil o'lchovlar orqali sizni umumiy hujjatlaringizni ko'rib tekshiradi. Va shuni hisobga oladigan bo'lsak, siz iloji boricha hamma qismni birga ushlashga harakat qilgan bir xil o'quvchilar bo'ladi. SATga tayyorlanadi, SAT o'qiydi, SAT misol uchun ko'p vaqt ketib qoladi, 1550 oladi, mana zo'r, 1550 olish o'zim olmaganman, zo'r. Lekin 1550 oladi, qarasa lekin 2 oy vaqti qoldi, hech narsasi yo'q. Faqatgina SAT o'qigan, boshqa narsalarga e'tibor bermagan va bu albatta ertaga keyin juda katta muammo olib keladi. Ya'ni siz faqatgina SAT o'qigansiz, boshqa narsalarga e'tibor bermagansiz va albatta ertaga inshoolaringizni yozish va aynan o'sha yaxshi mashg'ulotlarni qo'shish, ular haqida siz inshoolaringizni qo'shish albatta bu qiyinlashib qoladi. Aytgandek, boya siz oldin
yozish bilan, writing bilan shug'ullanmaganligi sababli, faqat SAT o'qiganligi sababli sizni qaysi ma'noda writing ko'nikmalaringiz, yozuv ko'nikmalaringiz rivojlanmay qoladi. Va nima demoqchimanki, birinchi o'zi hujjat topshirayotganda, Amerikaga topshirayotgan inson o'sha ham akademik jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan birga olib ketish kerak, ikkalasini ham iloji boricha. Agar bo'lmasa birinchi akademik jihatni birinchi tugatib olib turib, keyin ijtimoiy jihatdagi boshqa jihatlarga fokus qaratish mumkin. Xo'p, buni qanaqa bo'lib olsa bo'ladi? Mana 9-sinfdan boshlaymiz. 9-sinf bolalar nima qilish kerak? Birinchi navbatda ingliz tilini yaxshi o'rganish kerak deb o'ylayman. Ingliz tilini aynan fundamentini yaxshi qurish kerak. Ingliz tili bu ertaga hali insho yozayotganda ham, SAT topshirayotganda ham, IELTS topshirayotganda ham ingliz tili qancha kuchliligi o'z o'zini aytadi. U bola ingliz tilini yaxshi o'qigan bo'lsa, ertaga baribir o'sha akademik jihatdan ballariga ham ta'sir qiladi. Shu navbatda birinchi 9-sinf bola bo'ladigan bo'lsa, u nima qilsin? Ingliz tilini yaxshi o'rgansin va shu bilan birga bitta o'zida skillni rivojlantirish boshlasin. U любой skill bo'lishi mumkin, sport bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin, u pianino chalish bo'lishi mumkin, u hunarmandchilik bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin, u non yopish bo'lishi mumkin hattoki. Va shunga o'xshagan bir skill setni ham o'zi bilan birga qurib boraversin. Ya'ni u narsani aynan 11-sinfda qilish shart emas, 9-sinf, 8-sinf paytda qilib borsa, o'sha bitta ingliz tilini ham o'rganib borsa, bu ikkala tarafdan ham sekin rivojlanish olib keladi, disiplina qurish olib keladi. Va mana IELTS olindi, mana 7,5 olindi, bo'ldi. IELTS to'xtatish kerak. IELTS o'zi o'qib o'tirish shart emas. Keyin SAT o'qish kerak. SATni ham o'qib boraverish kerak va SATni o'qib borayotgan sari aytdim-ku boya programmalar bordim. Sekin-sekin programmalarga topshirish boshlash kerak. Har xil programmalar bor, o'sha o'zini sohasiga to'g'ri keladigan. Qanaqa man o'zim sohamni topishim mumkin deydi. Albatta bu o'zini sohasida qanaqa topadi? Turli xil loyihalar qatnashadi. Masalan, men debat bo'ladi, public speaking bo'ladi. Shunda qatnashib ko'rsin. Agar debatda yoqmayaptimi, demak u degani u bola aynan mana siyosatshunoslik, huquqshunoslik, bunga o'xshagan sohalar bu bolaga sal uzoqroq, bu bolaga uncha yoqmayapti ekan. Demak, bularni emas, endi boshqa narsani o'ylab ko'rsin. Mana engineering, muhandislikni, biznes bor. Shunga o'xshagan sohalarni sekin-sekin o'rganib borsin. O'sha LinkedInda turli xil loyihalar bo'layotgan bo'lsa, ularga qo'shilsin va mana shunaqa qilib 10-sinf bo'lganda loyihalarga, programmalarga topshirib, o'zini ustida ishlasin va turli xil skilllarni rivojlantirib boraversin. Va bu davomida albatta o'ylaymanki, ko'proq o'sha yozuvni ustida ishlash kerak, writingni ustida ishlash kerak va writing rivojlanadi qachonki kitob o'qilsa. Ya'ni yozish uchun fikr kerak, fikr uchun kitob o'qish kerak. Fikr qayerdan olinadi? Kitobdan olinadi. Va kitob o'qigan sari o'sha fikrlarni yana sayqallanib oladi va shunchaki yozmaysiz, balki kitob o'qib yanada tiniqroq, yanada aniqroq, yanada faktga asoslangan, yanada nima deydi, yaxshiroq yoziladi umumiy olib qaraganda. Va keyin yana agar endi gap year studentlarga qaraydigan bo'lsak, gap year studentlarda birinchi navbatda gap year olish bu hayoting tugab qoldi, yo bo'lmasa sen losersan degani emas. Ya'ni shunaqa ko'plar bor. Gap year olgandan keyin men o'zimda bir marta bo'lgan, ya'ni gap year oldi degani, yo bo'lmasa gap year degani u bolaning tajribasi yo'q, u bola qaysi ma'noda admissions haqida bilmaydi degani emas. Bir marta bo'lgan, menda aytishganki, shu misol uchun Ozodbekni ham chaqirsak bo'lmaydimi deyishgan. Ya'ni u paytda men gap year student edim hali. Aytishganki, Ozodbek chaqirmagan u deyishgan. Ya'ni chaqirmagan u deyishgan. Hali bu degani qaysi ma'noda bu chaqirmagan, buni bilimi yo'q degan ma'noda keladi. Gap year student degani bu loser degani emas. Ya'ni gap year student bo'lgani bilan uni ham qaysi ma'noda o'zini fikrlari, o'zini tajribasi bo'ladi va gap year oldi degani u muvaffaqiyatsizlikka uchradi degani emas. Qaytanga men o'ylaymanki, gap year olgan o'quvchilar gap year olmaganlarga qaraganda bu shaxsiy fikrim, ko'proq tajribaga ega bo'ladi, networking yaxshiroq bo'lishi mumkin va ko'proq o'zini ustida ishlagan bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsan o'zimning fikrim bu. Bunga qo'shilmasliklari ham mumkin, lekin men o'zim shaxsiy tajribamdan gapiraman. Va gap yearda nima qilish kerakki, birinchi navbatda gap year olish ham bu o'yinchoq narsa emas. Ya'ni vaqt bittada o'tib ketib qoladi. Birinchi inson ko'rish kerak o'zi, ko'ziga totdimi, application'iga qarash kerak. Hozirgi misol uchun failed bo'lgan application ustida yana yaxshiroq ishlasa, nimagadir erishsa bo'ladimi, yo'qmi? Agar erishsa bo'lmaydigan bo'lsa, iloji boricha B planini aniq qilib qo'yish kerak. Ya'ni Amerikada o'qish degan narsa faqat Amerikada bo'lishi shart emas. Ya'ni siz Amerikada o'qimadingiz degani bo'ldi, siz muvaffaqiyatsiz bo'ldingiz degani emas. Juda ko'p zo'r universitetlar bor. Qatarda bor, Janubiy Koreyada bor. Misol uchun agar pul yetadigan bo'lsa Buyuk Britaniyada bor, keyin mana Vengriyada bor, Turkiyada bor. Juda ko'p o'qishga sharoitlar bor, imkoniyatlar bor, grantlar bor va ularni hisobga olib qo'yish kerak. Mana Janubiy Koreyada juda ko'p universitetlar bor, ular full tuition beradi mana. Juda yaxshi top universitetlari bor, ularga topshirib ko'rish kerak. Boshqa variantlarni o'ylab qo'yish kerak. Gap year faqatgina gap year oldi degani o'qishga kiradi ham degani emas-da. Bu gap year oldi degani o'qish ham aniq degani emas. Ya'ni bu chista gambling bu. Shuni hisobga olib qo'yish kerak. Va keyingi yana narsa hop.
Menimcha shularning o'zi yetsa kerak. Mana tiniq bo'ladi deb o'ylayman. Qanaqadir misol uchun o'zlarining savollari bo'ladigan bo'lsa, yana menga yozishlari ham mumkin. Uy orqali men o'zim savollariga javob beraman. Shunaqa. Shu bo'yicha o'zi Asosiysi oxirida yana bitta narsa o'rgangan narsa. Aha, uzr gapingizni aytiring, bo'ldim. aytiring. Yana bitta narsani o'rgandimki, siz misol bilmaysiz, ya'ni miracle degan narsa bor, ya'ni mo'jiza degan narsa bor. Mo'jizalar har doim bo'ladi. Men o'sha gapni olib mana shu narsani tushunib yetdimki, mo'jiza bo'ladi. Ya'ni shunaqangi bo'lib qoladi, siz kutilmagan bo'ladi, siz bu narsani bo'lmaydi degan narsangiz bo'ladi. Ya'ni siz umuman kutmagan joydan keladi, kutmagan joydan bo'lib qoladi va bu narsalarni hisobga olgan holda umid uzmaslik kerak hech qachon. Menda bo'lgan shaxsiy tajribam New York universiteti Abu Dhabiga topshirgan bo'lganman va konsullarlar oldin konsullarlar qilganmi, kimdir qilgan, konsullar school report degan narsa bor. O'sha school reportda juda ko'p ma'lumotlar noto'g'ri ketib qolgan bo'lgan. Ya'ni bizda AP, A level o'qitamiz degan bo'lgan va shu narsani keyin menga personalized email yozishgan bo'lgan. Men o'ylaymanki, New York universiteti meni qaysi ma'noda consider qilayotgan bo'lgan. Ya'ni men olmoqchi bo'lib turgan bo'lgan va menga email jo'natgan, nimaga mana shunaqa narsalar muammolar bo'lyapsan degan va o'shandan keyin o'ylayman, ularda o'zi red flag bo'lgan. Ya'ni birdaniga o'zi inconsistent deydi, ya'ni dokumentlar bir xil ketmaganligi uchun ular birdaniga shubhalangan va men o'ylayman отказ bergan. Va bunda xafa bo'lganda nimaga men endi Abu Dhabiga kira olmadim deganman. Keyin ED2 ga topshirganman. Ya'ni ED2 da Washington Lee degan universitet bor. Bu Washington Lee ham aynan Liberal Arts College hisoblanadi va unga ED2 topshirgandim va o'ylagandimki, bu universitetga men kira olsam kerak, kollejga kira olsam kerak deb o'ylagandim. Chunki bu kollejga kirish qaysidir ma'noda menga osonroq tuyulgandi-da. Endi men o'ylaganmanki, ED topshiraman, shansim yaxshiroq bo'ladi deb o'ylagandim, lekin u unaqa emas ekan. Ya'ni men o'ylaganchada ham oson bo'lmagan va ular menga отказ bergan. Birdaniga отказ berdi. Men yana xafa bo'lib qoldim, tushkunlik tushib qoldim. His qilib qoldim. Keyin sekin-sekin o'qishlar chiqish boshladi va mana men 21-martda keyin men Amherst College'ga kirdim. Bu Washington Lee universiteti o'zi 19-o'rinda edi. Lekin men kirgan hozirgi Amherst College bu 2-o'rinda turadi. Ya'ni Liberal Arts College o'rtasida. Ya'ni nima demoqchimanki, umidni hech qachon so'ndirmaslik kerak. O'sha mo'jizalar albatta sodir bo'lishiga ishonish kerak. Ya'ni bo'lmagan joyda albatta bo'lib qoladi. Ya'ni siz bo'lmaydi degan ishlaringiz bo'lib qolishi mumkin va ularni bo'lganini ko'rib siz o'zingiz hayratda qolasiz. Bunaqa narsa menda juda ko'p bo'lgan. Aynan Amerikaga borishim, misol uchun kichkina bir volontyorlikni qilib turib, uning orqasidan Amerikaga borib kelishim, bu mendan kimdir aytsa men ishonmagan bo'lardim. Bu narsa bo'ladi deb o'ylamasdim. Ya'ni bu narsalarni taqdir taqozosi bilan bir-biriga ulanib bo'lib ketib qolishi juda tasodifiy va qaysi ma'noda men uchun mo'jizaviy bo'lgan. Va shu narsani aytmoqchi edim topshiradigan o'quvchilarga. Rahmat kattakon. Hozir yana ikkita qismini aytaman. Birinchisi, ya'niki klassik 1-sinfdan to 11-sinfgacha, ya'niki maktablarni va sizda imkon bor, balkim birinchi ustozingiz yoki boshqa ustozlarni nasib bo'lib shu video yetib borsa, ular, men ishonaman, juda ham xursand bo'lishadi. Ya'niki rahmatingizni yetkazish uchun ham o'sha maktab o'quvchilari, voy, meni maktabimdan ekan degan anaqa hissiyot ularga yetib borish uchun 1-sinfdan to mana shu 11-sinfgacha sinflarni nomlarini aytib o'tsangiz, ikkinchi qismi o'sha keyin ikkinchisiga o'tamiz. 1-sinfni aytib bersangiz, ustozlarga rahmat yetkazishingiz mumkin. Umuman 1-sinfda bitta, keyin boshqa maktablar balkim o'shani bitta aytib ketsangiz. Quick. Aha. O'zi 11 yil o'qigan bo'lsam, 11 yilda faqatgina bir marta maktab almashtirganman, ya'ni ikkitagina maktabda o'qiganman. Birinchisi bu aynan o'zi tug'ilganimdan beri Sergeli tumanida yashaganman. Sergeli tumanida yashaganman va Sergeli tumanida yashaganimda uyimiz oldida, ya'ni 5 minutlik uzoq bo'ladi. 5 minutdan emas, undan ham kam edi. Ya'ni shunchaki ana bo'lardi, domla bo'lardi-ku, oldingi mana sovetskiy domla, mana o'sha sovet davrida qurilgan domla. Ulardan ozgina o'sha dom yoniga chiqib qarasa maktab ko'rinardi-da o'zi. Maktab ko'rinardi, shunaqa maktab yaqin edi. O'sha maktabda 9 yil o'qiganman, 1-sinfdan 9-sinfgacha o'qiganman va aynan meni 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitgan o'qituvchim, ularning ismi Orzgul opa. Orzgul opa albatta o'sha menga birinchi o'sha harflarni tanitishga, harflarni o'rganishga, matematikaga qiziqishga, shunga o'xshagan narsalarga sababchi bo'lgan va aynan ularning qaysidir ma'noda
men aynan 4-sinfda qatnashganman, matematika olimpiadasida qatnashgan bo'lganman va tumanda 3-o'rin olgan bo'lganman va maktabimiz bizani aynan Andijonga olib borishganda keyin sayohatga. O'shanda ham aynan mani matematikadan tayyorlagan repetitorlarni topishga, yaxshi matematik ustozlarni topishga aynan ozgina yordam bergan bo'lgan va qaysi ma'noda mani matematikaga qiziqishimni yanada ortishiga sababchi bo'lishganda. Shunaqa. Xo'p, keyin aynan o'sha maktabda yana o'qishim davom etgan va 5-sinfdan boshlab 9-sinfgacha o'zimni sinfimda qolganman va Gulidopada o'qiganman. Gulidopa bizda aynan tarix ustoz bo'lardilar. Ular tarixdan dars o'tishadi. Tarixdan, O'zbekiston tarixi, jahon tarixidan va aynan ularda o'qiganman va ular ham qaysi ma'noda juda katta plyus berishgan. Chunki misol uchun bir xil paytda IELTSga tayyorlanishim kerak bo'lib qolardi. IELTS tayyorlashim kerak bo'lgan payt bilasizmi? Davlat maktablarida davomatga juda qattiq qarashadi. Maktab kelmasa birdaniga telefon qilish kerak, nima bo'lyapti, maktabga kelsan va shunaqa holatlarda menga javob berishganiga juda katta rahmat deyman. Ya'ni misol uchun meni o'qishimni ko'rishgan, ya'ni intilganimni ko'rishgan va ishonishgan va shunaqa bir oylab javob berib olishgan. Ya'ni mayli borsin, shu bola o'qisin deyishgan. O'zimni misol uchun sinfdoshlarim ham bo'lardi, turli xil bolalar. Ular bilan ular misol uchun hazillashib aytardi menga. Ozod, sen o'qi. U bolalar unaqacha o'qiydigan bo'ladi-ku, ko'chani bolalari bo'ladi-ku, nima deydi, shunaqa o'rtoqlarim bo'lardi. Ular bilan kompyuterxonalarga borardim, zo'r bolalar. Ular aytardi, mayli deydi, Ozod, sen o'qi deyishardi. Sen Amerikaga borgin deyishardi. Sen xursand bo'lamiz. Shunaqa katta odam bo'lib ketsang, shunaqa o'rtog'imiz borligidan deb aytishardi. O'sha bolalar bilan ham yaqinda uchrashdim, shu narsalarni gaplashdik. U bolalar ham qaysi ma'noda ta'sir qilganda menga, ya'ni yanada mana bu paniyatkani oshirishga, yanada mana bu nima dunyoqarash kengaytirishga qaysi ma'noda yordam bergan. Mana shunaqa bo'ldi. 9-sinfda o'qigan, 9-sinfni tugatganman va undan keyin CIC haqida bilganimdan keyin 10-sinf bilan 11-sinfda CICda o'qiganman. CICda ham misol uchun Ixtiyor aka bizda aynan Alisher Navoiyda 11-sinfda dars berishgan. Ular aynan iqtisod fanidan o'zi dars berishardi. Ularga ham katta rahmat demoqchi. Undan tashqari juda ham ko'p o'qituvchilarim bo'lgan. Ularni har bittasini aytsam juda ko'p. Ularga hammasiga juda katta rahmat demoqchiman. Ularni har bittasini o'zlarini bir nima deydi? Ta'siri bo'lgan, bir hissalari bo'lgan va qaysi ma'noda o'sha umumiy bitta puzzle deb oladigan bo'lsa, o'sha har bitta o'zlarini bo'liklarini qo'yib chiqishgan. Ya'ni bitta katta devor qurilishi kerak bo'lsa, devorni har bitta o'zlarini g'ishtlarini qurishgan va u devordan katta bir imoratga aylanadi degan umiddaman va ular ham o'zlarini hissasini qo'shishganda. Shunaqa. Rahmat kattakon. Men ham ya'niki nasib bo'lib yetib borsa video har bitta ustozligisiga rahmat etmoqchiman va ular bilishgan narsani o'zimizga yana bir eslatmoqchi bo'lib bu videoda qolsin deb aytaman. Ular urug' ekib ketishyapti. Nasib bo'lsa bu urug' daraxtga aylanyapti. Bu daraxt meva beradi. Mevasidan yana nasib bo'lsa urug' chiqadi. Bu ya'niki oxirgi kungacha savob keltirib turadigan bir amalga oshirib, hattoki hayotligisini shunga bag'ishlashgan. Buni albatta ikki dunyoda ham mevasini yeyishadi va shu zanjir uzilib qolmasligi uchun sizdan oxirgi so'raydigan narsam, bilasiz, yo'l ko'rsatib turadigan inson bo'lishi yoki 3 oydami, 4 oydami bir bolani bir to'g'ri yo'nalishda ketyaptimi yoki umuman chalkash yuribdimi, boshqa narsalarda yuribdimi, shu narsani tekshirish uchun ustozlar, yo'lboshchilar juda ham muhim bo'ladi. Siz ham bu vazifani bajargansiz. Meni so'raydiganim, shartini siz aytsangiz, ya'niki kommentariyadami yoki sizni qanaqadir research boshladingizmi yoki biron bir shart qo'ysangiz, o'sha o'zingiz baholaysiz, o'sha shartni bajarishsa 3 tami, 5 tami insonlarga, ko'ruvchilarga, ya'niki potensiali borlarga, shunchaki emas, potensialligisini o'sha siz beradigan shart orqali isbotlashadi va yarim soatlik bir konsultatsiyalar qilib bersangiz, imkoni bo'lsa, ya'niki potensiali borlarga siz o'zingiz shart berasiz, o'sha shartdan o'tishsa Google forma qoldiramiz ham yoki kommentariyada qanaqadir savol beramiz ham, o'shanga o'zligingizni, reflectionligisini yozib isbotlashadimi va bonus sifatida, ularga sovg'a sifatida sizni konsultatsiyangizga ega bo'lishsa, ya'ni yarim soatlik. Ularni profilini bitta ko'rib berib, sen bu yoqqa emas, bu yoqqa yurgin deyish uchun. Endi
aynan o'zingizni yo'nalishingizga ixtisoslashganligi ko'proq foydali bo'ladi tabiiy holatda. Bu chunki juda ham katta foyda beradi. Ruhiyat nuqtai nazaridan ham ularga katta ruschasiga aytganda duх beradi. Chunki millioner bo'lish uchun millionerdan maslahat olish kerakda. Amherstga kirish uchun misol uchun o'sha yoqqa kirgan boladan maslahat olish kerak. Ya'niki bizani kuzatuvchilar, sizlarda shunaqa imkoniyat bor. Bizani havas qiladigan do'stimiz, yaqinimiz va shu Amerikadagi top 10 talikni ikkinchi reytingida turadigan Liberal Arts kollejiga kirgan do'stimiz sizlarga bepulga konsultatsiya o'tadi. Buni raqamlarda tasavvurga ega bo'lib olishingiz uchun hozirgi kunda O'zbekiston bozorida o'zi bunaqa mutaxassislar kam, afsuski bunaqa mutaxassislikka da'vo qilayotgan soxta mutaxassislar juda ham ko'payib boryapti. Buni moliyaviy manfaat ustida qilishyapti, afsuski. Bu ham tozalanib qoladi. Lekin bular 400 mingdan oshiq grant yutib, o'zlari bosib o'tgan yo'llar sizga sodda qilib aytganda yillar mobaynida yig'ilgan narsani bitta sok qilib sizga o'zingizni profilingizga o'zingizga foyda beradigan qilib beradilar. Bunga erishish uchun bor yo'q hozir Ozodbek o'zlari beradigan essayga sizlar o'zingizlarni essayinglarni, inshoinglarni yozib bersanglar, uni shartlarini yana izohda qoldiramiz. Hozir xulosa qilib savollarini topib olinglar. O'zim mana topshirgan Amherst College topshirganman va Amherst College topshirgan paytingizda Amherst Collegening o'zidan ham inshodan tashqari yana supplemental essaylari bor edi. Aynan supplemental essaylari bor edi. Ham o'ylab qoldimki, qani ko'ramiz. Ular misol uchun men aynan o'zim yozgan supplemental savollarga, kichkina insholarga ular o'zlari qanaqa qilib javob berishgan bo'lardi. Bo'ldi. Bu birinchi prompt hisoblanadi. Ya'ni what do you see as the benefits of linking learning with leadership and or service? In your response, please share us with a time where you have seen that benefit through your own experience. Ya'ni bu degani siz ham nimadir o'rgangansiz va o'sha o'rgangan bilimingizni o'sha jamiyatdagi bir qaysi ma'noda hissangiz orqali yo'qsa liderlik qobiliyatingiz orqali kurs bergansiz. Ya'ni shunchaki o'rganmagansiz, uni amaliyotda ham kurs ekanligingiz haqida yozishingiz kerak va aynan o'sha holat haqida siz bundan qanaqa o'zingizga tajriba olganligingiz qanaqa, o'zingizga qanaqa foyda olganligingiz qanaqa, jamiyatingiz, siz maktabingiz undan qanaqa foyda olganligi haqida 350 talik insho yozish kerak bo'ladi. O'sha 350 talik inshoni yozishni men o'zim o'qib ko'raman va kimni inshosi ma'noliroq bo'lsa, yaxshiroq chiqqan bo'lsa, o'sha insonni konsultatsiyaga o'zim taklif qilaman. Bo'ldi, 3 ta beramiz. 3 ta insonga tanlab olib beramiz, nasib bo'lsa. Hop. Okey, bo'ldi. Men bu inshoni yana video ekranida chiqarib, izohga ham yozib qo'yaman va bizani kuzatuvchilar 2 xil formatda berishinglarni imkoniyatini shakllantiramiz. Xohlasanglar shuni kommentariyada shuni yozib qo'ysanglar ham uni saralaymiz. Faqat Telegram username-inglarni qoldirib ketinglar, kontaktga chiqish imkoniyati bo'lishi uchun va link ham qoldiramiz Google formi uchun. O'sha Google formaga ham upload qilib qo'yasizlar. Ozodbek, Udemy Amerikadasiz, kechasi bo'lishiga qaramasdan butun energiyani bitta yengilab yig'ilgan barcha yillar davomida yig'ilgan ma'lumotlarni shu 1,5 soatlik podkastimizda aytib berdingiz. Bu juda ham manfaatli bo'ladi, nasib bo'lsa hamma uchun. Shunga harakat qildik. Rahmat kattakon Udemy kelganingiz uchun. Eng yaxshi tilaylar, eng xayrli tilaylar tilab qolamiz. Bu boshlanishi deb men ishonaman 100%. Bu sayohatni endi boshlanishi. We just started deydi. Shunaqa. O'zi qanaqa bo'ladi? Tugatish tomon bitta narsa aytmoqchi edimki, ya'ni 17 yoshli, 18 yoshli bolalar bo'ladi. Ularning hozirgi asosiy maqsadi bu universitetga kirish, yaxshi grantlar olish, Amerikada o'qish bo'ladi. Ya'ni bu hozirchalik eng katta oliy maqsad hisoblanadi. Eng katta maqsad hisoblanadi. Lekin bu qaysi ma'noda miyada o'rnashib qolishi mumkinki, ya'ni bu so'nggi maqsad, eng katta maqsad deb miyada o'rnashib qolishi mumkin. Lekin siz universitetga kirganingizdan keyin o'zi haqiqiy ichingizda qanaqadir bir g'alayon boshlanadi. Ya'ni men universitetga kirdim, endi men universitetda o'qishim kerakmi? Men GPA to'g'irlashim kerakmi? Endi malaka oshirishim kerak, o'zim sohamda yanada yaxshiroq bilimlarga ega bo'lishim kerak. Men endi karyeramni rivojlantirishim kerak deysiz. Siz oldin faqatgina 18 yoshgacha bo'lgan o'sha kollejda 4 yilga e'tibor bergan bo'lsangiz, kollej kirganingizdan keyin ketdi yog'i siz keyingi 20 yillikni, 15 yillikka sekin qarashni boshlaysiz va bu
sizga ko'rsatadiki, kollej bu sizni aynan o'sha umumiy bir sayohatingizni nima deydi, bir oxirgisi emas, balki hali bu boshlang'ich, hali bitta eng bekatlaridan bittasi. Ya'ni siz juda ko'p hali bekatga borishingiz kerak va kollej bu bulardan bittaligini tushunib yetasiz. Va undan tashqari yana o'zi bu admissions haqida gaplashsangiz 10 soat ham gaplashib o'tirishingiz mumkin. 10 soat ham kamlik qiladi. 10 soat ham kamlik qiladi. Kunlab gaplashib o'tirishingiz mumkin. Va shunga o'ylaymanki, mana shu 1 soatlik gaplashganligimizda ko'rayotgan insonlar o'ziga qaysi ma'noda foyda oldi, manfaat oldi va ularni qaysi joyda nimadir tushungan bo'lsa, nimadir yangi bilim olgan bo'lsa, men har doim bundan xursandman va bitta narsani menga aytishgan, men bu narsaga har doim ishonaman. Ya'ni inson nima bo'lgan taqdirda ham boshqalarga yordam berish kerak. Ya'ni give back to community degan narsa bor. Ya'ni o'zingiz jamiyatingizga o'sha foydani, manfaat qaytarib berishingiz kerak. Ya'ni ko'p insonlar nimaga men tekin yordam berishim kerak deydilar, nimaga men bu narsani qilishim kerak deydi, menga u nima manfaat deydi. Ya'ni bunaqa kapitalist fikrlash menga misol uchun yoqmaydi. Ya'ni kimdir kapitalist fikrlayotgan bo'lsa, albatta bu men o'ylaymanki, u inson albatta kimdir oldin unga yordam bermagan va u qanaqadir ma'noda unga aniq bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa u inson ko'proq albatta o'sha oladigan manfaat foydasini aynan o'sha vaqtiga to'g'irlashi mumkin. Hammani o'ziga bog'liq. Mani fikrlashim qanaqa? Siz misol uchun kimgadir yordam berasiz, qaysi ma'noda kichkina katta bo'lsin, vaqtingiz ketishi mumkin va siz bundan hech qanaqa manfaat olmasligingiz mumkin. Lekin bu albatta hayot bo'lganligi uchun baribir ham siz kimgadir yordam berasiz va kimdandir yordam olasiz. Kimgadir yordam berasiz, kimgadir yordam olasiz. Va shunga o'xshagan bir zanjirni hisobga oladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, yordam berish bu qanaqadir bir tayinli bir manfaatga asoslanmagan bo'lishi kerak va insonni o'zidan, qalbidan, insonni o'zini bir ichidan chiqadigan bir nima deydi, harakat degan bo'ladi va shunga admissionsda har doim yordam berishga harakat qilish kerak deb o'ylayman va aynan o'zingizni sinfdoshlaringiz bo'lsa, sinfdoshlar bilan har doim birga ishlash kerak. Ular bilan raqobat qilish, ular bilan misol uchun manfaatlar ustida qaysi ma'noda do'stlik qurish va ular bilan qaysi ma'noda qizg'anchilik qilish bu har doim sizga minusga ishlaydi va qaytanga bir-birlarni yordam bersanglar, yanada o'sha narvondan tepaga chiqishinglar osonroq bo'ladi va muvaffaqiyatliroq bo'ladi. Bu narsa aynan Jamshid bilan menda kuzatilgan. Jamshid ikkalamiz birga tayyorlandik. Xudoga shukr, Jamshid Vanderbilt kirdi va men mana Emersga kirdim va shunga o'xshagan narsani sizlar ham qilsanglar, albatta muvaffaqiyatga erishasizlar. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa Jamshid Belni ham xudo xohlasa chaqiramiz podkastimizga va so'z yakunida men ko'p bahona qiladigan, ya'niki blame excuse deymiz ingliz tilida, anaqa yolg'on bahona qiladigan insonlarga bir eslatib o'tmoqchiman. Yaqinda Ozodbek, men 2015-yilda chet elga ketib, o'qib qaytib kelib, karyera qilib, turfa xil bizneslar, tadbirkorliklar, qo'limizdan kelgancha harakat qilib, o'z o'rnimizni, ya'niki o'zimizning foydamizni berishga harakat qilib yurib, 10 yil bo'libdi. Bu yil 10 yil bo'libdi. Va shunda sarhisob qilganimda, do'stlarim bilan choyxonalarga borganda, umuman, ya'niki o'sha o'zimni avlodim, ya'niki 96, 97 yil, 98 yil bolalar bilan hozirgi o'sha 26, 27, 28 ga to'ladigan bolalar bilan sarhisob qilganimda qaqqarab ketyapmiz, nima qilyapmiz, nimalar qildik, nimalarga erishdik, hali ham materialistik narsalarni quli bo'lib yuribmizmi yoki o'zimizni anglagan holatda nimaga kelganimizni tushungan holatda harakat qilishni boshladikmi yoki shunga o'xshash narsalar va shu yerda muvaffaqiyatga qaysidir ma'noda muvaffaqiyat hamma uchun har xil, bu juda ham abstrakt narsa, kim uchundir pul, kim uchundir boshqa narsa, kim uchundir o'zini anglash. Shu narsani taksist qilib yurgan, men taksistlikka umuman anaqa qarshiligim yo'q, lekin shu o'zi xohlagan joyda bo'lmagani uchun hayotdan nolayotgan do'stlarimizga qaraganimda ko'p menga aytishadi. Menga yetishmagan edi o'sha payt. Men ham agar IELTSga borish kerakligini bilganimda yoki bir narsa har xil soxta bahonalar, ularga aytmoqchi bo'lgan gapim, shu videoni siz shu yergacha ko'rish nasib qilib qoldimi, endi bu bahonalardan foydalana olmaysiz. Chunki siz top universitetga kirish uchun bilishingiz mumkin bo'lgan barcha resurslarni so'kini chiqarib, eng mazasini, eng ta'mini berib, Ozodbek aytib berdilar. Va ertaga vaqt o'tgandan keyin mana shunaqa bahona qilish sizda imkoniyati yo'q. Yo o'zingizga boshqa bahona toping demoqchi edim, yoki yaxshisi o'zingiz uchun ham, ota-onangiz uchun ham va atrofingizdagi insonlar siz uchun harakat qilayotgan, yaxshi ko'rayotgan yaqinlaringiz uchun ham maksimumda harakat qilib ko'ring. Keyin men harakat qilib ko'rdim degan har holda argumentingiz bo'ladi. Chunki biz doim eskirib siyqasi chiqib ketgan so'z bo'lsa ham,
achinib qolish bu zahar, bu butun umr sizni kemiradi. Achinib qolmaslik uchun maksimumni harakat qiling. Keyingi podkastlarda o'zingizning savollaringiz, mehmon chaqirmoqchi bo'lsak, takliflar bo'lsa, barchasini kommentariyada, izohlarda kutib qolamiz. Rahmat kattakon, Ozodbek, siz uchun alohida rahmat. Yarim kechasi bo'lishiga qaramasdan butun energiyangizni tiklab, barchasini berdingiz. Ming rahmat. Sizlarga ham rahmat taklif uchun va umid qilamanki, qolganlar bu podkast ko'rib albatta o'zlariga qaysi ma'noda manfaat olishadi. Va O'zbekistonliklar uchun xayrli tong, Amerikaliklar uchun xayrli kech. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rib xursand Salomat bo'ldim. bo'ling, charchamang. Salomat bo'ling. Rahmat.